Qani assalomu alaykum, hurmatli mashrab ahli, mashrab begi. Bugun navbatdagi beglar mashriviga xush kelibsizlar. Hurmatli begim, mashrabni boshlasak ijozatmi? İcazat. Qani unda olsa, Sayibxonlar Gultayoqlarini topshirib bersa bo'ladi. Rahmat. Rahmat, nayt yaxshi saqlabsizlar. Rahmat. Gultayoqni topshirib oldim. Xo'sh, andaqsa hurmatlik beklar, yigit boshlari, hurmatli mehmonlar. Bugungi kunda Bashirimiz Pasha begimiz Ahmadjon Muhiddinov, shundaqla az inimiz Zaidov, riyosatchi bugungi mashrabni ipmag'di. Eng zaruri biz uchun tartib. Arliqda endi Gultayoq qo'ldigan keyin ishiltib qo'ysa ayb kelmaysizlar. Shuningdimi, yo'q, bu qanday gap sanlar da'vo daftar deyishib olmaysiz. Ma'qul qani? Qani begim, har qanday ishni duo bilan boshlaymiz. Bismillah deb. Dükkanda barakallah deymiz. Qani bir sevmaydi oqsoqollarni bir duo qilib bersa, uniki ulashtirib ketaversak. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ya Rabbi, mashrablar yaxshi o'tib, kelajakda bizning avlodimizga, bolalarimiz, navrimiz, avrilarimizga mustaq mashrabni o'ynashga Alloh nasib aylasin. Alloh. Qani azizim. Assalomu alaykum qilaydi lazım, xalqim bilan o'tadi qishi yozim. Xush kelibsizlar bugungi mashrabga, sizlar uchun yangraydi naqsh sozimda o'tirib, jimi sorun mashrab ahli hammalarning bosgan qadamlariga nur yog'sin demoqchimiz. İnsonni oltindan bildingiz qimmat, shunglashqa jut uchun qildingiz himmat. 30 yil etgansiz zo'r ajr mehnat, avlodlar yod etib, aslar tavbatda o'tirib, Almutu Begler Meşrivi, Almutu şehri Gornigant mahallesinde 30 yıl mabayında Jigitbeşi hizmetine atqırıp, El-Jut'nun hürmetine erişken insan Jamaldin Hacim Qamirdinov'ның xatirasiga bag'ishlangan Mashrab ve Milliy Birlik nomli mashrabimizga xush kelibsizlar demoqchimiz. Endi Pasha begim. Qani har qanday mashrabning qoidasi bo'yicha birinchi so'zni belki birimiz begim Burxandin Tajdinov, o'tso'lingizni sevib qolgansiz, ikki qiz nayt yaxshi bizlarimizni anglaydi. Assalomu alaykum hurmatlik yigit boshlari, Jiroq yaqindan kelgan mehmonlar, navbatdagi mashrabimizga xush kelibsizlar. Bugun endi hammalar ma'lumki boya riyosatchi deb o'tdi. O'sha jutda uzun yil ishlagan Jigitbeshi Jamaldin aka Hajimga bag'ishlangan. Albatta bugun mushu mashrabimizga Almutu ichidan, sirtidan, yani shundaqla viloyatlardan kelgan mehmonlarimiz bor, mehmonlar. Endi boya mashrabning 4 bo'limda iborat ekanligi aytib ketdi. Onun birinchi bo'limida boya deb ketgan bo'yicha adir hurmatli mehmonlarimizga so'z beramiz. Keyindan tomoq berildi. Hürmetli mehmonlar bo'lganda endi bu yerda bizning hurmatli mehmonlarimiz nihoyatda nurg'un. Hammasiga so'z berib ketamaymiz. Shu sababdan endi ayb kelmaysizlar, bu yig'in emas, bu mashrab. Mashrabning qoidasi bilan bo'ldi. Ikkinchi bo'limda da'vo dasturi, o'tganki mashrabning davomi bo'ldi. O'tganda Durjumnasida Kalkaman jutining Sayibxonligida elik-selik masalalari qaralgan edi. Şunun ayığını bugün çıkırımız deb o'ylaymiz. U emas, uningga qo'shimcha yana masalalar jiq yerda. Shundaqla qarimlarimiz va qarimlarga bo'lgan savol so'roqlar bo'ldi. Ularga javoblarni olamiz deb o'ylayman. Endi uchinchi bizning milliy so'z shundaqla arliqlarda so'zlar berildi. To'rtinchisi mashrabni elish berish bölümü bo'ldi. Andin mashrabimiz shuni bilan tamomlaydi. Endi adir sözüm tükkendikin ve de Hatmi Kur'an okuludu. Yani tariximizde biraz olması da şehit boğan kırındaşlarımız var. Şundakla Türkiye'de yer apatıdın kaçış olan kan kırındaşlara şu cümleden yana bizim şu Jamaldin Hacim akımızga Hatmi Kur'an okuldu. Andın Kur'an okul boğan dikin süjet buldu, video süjet, şu Jamaldin Hacı Kamga bağlılık video süjet.
Kendin Deklat okuldu. Deklatdan keyin davamı özünün senaryo boşu mağdı. Maqul, hammaga xush kelibdi. Yaxshi o'tirib yaxshilarni ketishinglarga tilakdoshman. Eng muhimi, zaruriy bir qatim qatlab qo'yaymiz. Pashapga beqinish shart. Chunki endi bu yerda beqinmay tartibni buzsanglar, qoidaga beqinmasanglar, da'vatlarda savol so'roq qilamiz. Bu mashrab. Qoida hammamiz uchun teng. Naq maydonda kamchilik bo'lsa, masha savol so'roq qilamiz. Rahmat qilinglar. Kini unda olsa mende yalqın Harimlava, Harimlava bir Kur'an-ı Kerim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال ندربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اجعل مقم صلاتنا من ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Yaratgan Parvardigarimiz o'sha o'qigan xatmi Qur'onning savoblarini dunyoda o'tgan barliq mu'min mu'minat muslimat arvohlarga shu jumladan vatanimizda zolimning zulmidan qaytib bo'lib ketgan qarindoshlarimizning ruhlariga Turkiya Suriyada baloy ofatdan yer tabrashdan qazo bo'lib ketgan qarindoshlarimizga shu jumladan vatanimiz uchun millatimiz uchun dinimiz uchun xizmat qilib shu yo'lda qaytib bo'lib ketgan qarindoshlarimizga va shu jumladan mashhad o'tagan barliq mashhad o'tagan jamoatimizning qaytib bo'lib ketgan ota bobolar mo'minlarga ota onalariga va shu jumladan maxsus shu Jamol Najimni ruhiga bersadiq. Shularning bilib bilmay qolgan gunohlarini mag'firat etib, qabr azobidan, dozoq azobidan saqlab, jannatul firdavsga kirishni nasib qilg'aysiz. Yaratgan Parvardigarimiz vatanimizga qarindoshlarimizga nusratlik berib, zolimning zulmidan tez orada qutulib chiqib, vatanimizga mustaqillik, erkinlik berib, kelarki mashrablarni shu mustaqil vatanimizda erkinlikda o'tishini nasib qilg'aysiz. Mushu mashrablarimizga birlik, ittifoqlik berib, manfaatlik berib, mushu mashrabga qatnashganlarga yaxshi foydali narsalarni ketishga nasib qilg'aysiz. Va sallallohu taala xayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in va rahmatihi ya rahman. Allohu akbar.
Endi hürmetlik meşrep ehli, bugünkü meşrebimiz endi özümüzün hürmetlik atımız Jamoliddin Hajim atımızın xotirasiga bag'ishlangandan keyin mushu yoqdagi video rolikni tomosha qilgan bo'lsak, ko'nglimizni kichkina mushaqqa bo'lgan bo'lsak, shu Jamoliddin atımız to'g'risida azroq video syujet. Marhamat. Kadirlik, inilerim, ağaylerim, muşun öptüzümüzde keçer gündüz ukumudunlar. Ulanın ismini etip tüyetkini olmaydı. Şu muşu işqa, başın ayakka katmışıp, muşu uyuştuğan, mehirban inilerim, jığılgan bile işel olmaydıra sözden olay. Şulağa, bu dünya ben razımım. Tellerimler salamet, hizmetlerinler ustuk. Bunundan keyin bo'lgan yigitlar hammalar mashunda dag'da qilgan chiqishlarni bir Allohdan ikkinchi butun yurtdan so'rayman. Rahmat hürmetlik meşrep ehli, yuqorida endi Jamoliddin Hajim atımız to'g'risida video syujetini tomosha qildik. Endi bo'lsa, shu atımız to'g'risida azroq ma'lumot berib ketishda endi doklad deb qo'yamiz. Shu keng maydonimizga o'zimizning hurmatli akamiz shu Go'rnigan jutida istiqomat qilayotgan jamoat arbobi Talat aka Hamroyevni qizg'in olqishlar bilan qarshi olsak. Assalomu alaykum muhtaram jamoat. Assalomu alaykum jira yaqindan kelgan mehmon birodarlar. Go'rniganqa 58-59 yillari shu jamoat ko'chib kelish boshlagan chaqda Go'rniganda 2 kilo semya Uyg'urlar bo'lgan. Men turdigan Sulayman Kamla ham tövende Anayat degan odamlarning semyasi bo'lgan. Shu vaqtdan tortib jutni uyushtirishga ko'p kichik qolgan. Shuni qatorda mening dadam bor, rahmatlik Sherpettin akam bor, ham Go'rniganning birinchi yigitveshi Zunun kam bo'lgan. Az dolu vaqtlar o'tmay Zunkamning salomatligi bo'lmaganlikdanmi shu jamoatni 15-20 sema qurilgandan keyin Go'rniganqa yigitvesh qilib Jamoliddin akamizni saylaydi. Endi Jamoliddin akamni tonmaydigan inson yo'q. O'zini tonmasama xabar jiroq ketgan akamiz edi. Jamoliddin akam kichik yil askarda xizmat qilgani uchunmi qachonlar bu so'zni chikkidan tortib turgan odamdi. Tarixi qarsak 45-46 yillari tarixiy vatanda armiyaga chaqirilib, ashada armiyada xizmat qilib, 46-47 yillari Urumchiga ko'chirib, ashada o'qish o'qib,
Отряд политруктан тартып, полковой политрукча деген шунчалык дәрежеге көтеріліп қызмет қылған адам де. Горнянтқа жігітвеш болып келгендігін тартыпла, Горнянт біріншіден ашу әскер болған үшін шунчалык тәртіп, шунчалык Сарамжан ішіне маңдыған адам де. Жамал декам қыш яз keçi күндіз демей, уақлады білсілер, телефон жоқ, машина жоқ, өлім жітімлі құдайым сағыз болып қалса, 3-ті болсын, 4-ті болсын, бірінші кеп Жамал декам не екенсе, Жамал декам орнын тұрыпла, бардыған 4-5 өй ба, şu 4-5 өйге қабақ қалын екен, әткерлігі 9-10-да Горнянтның мұшы еліге 150-200 адам жығылып елігі шығыдыған де. Бүгінгі мәшіріміз көңілік өтсін деп сілерден сұрайма, рахмет. Мәшріпіміздің көлвеге Рахметулла Асмаметов, Қазан Құмыш, Самауырлы, қандақ адаш ақвалдыры бір деп өтіп кетсаңлы. Assalamu alaikum Otsoğul Begim başlıq. Bugünkü Қазан Құмыш, Самауырлы әміз çayla taya, tamaqlam taya, ısıq tamaqla çayla tatılıb, tamaqla tatılған рұқсат қысыңыз Begim. Рұқсат мı? Қане ондағыз. Рахмет. Мәшріпіміздің Даравиге Нұрмажым Ахметов таямызлы. Assalamu alaikum welcome to Masrabigi. Bismillah. Allah hamsi tayya. Yine onda olsa Destixan o çok hürmetli meşrep ehli. Az inim. Рахмет башы бегем. Мәнзіл тамам тоқтымай дадылманған карвамдыз. Үмідіне әл юртның дылғы таңған карвамдыз. Еліп маңдық шоқ нақша ұсыл чақчақ күлдірге, ілім сәнәт yolуда оттәк янған карвамдыз. Biz mang'andıqa qaqlab күлді вәтән зімені. Çünkü бастық төкіп қар, әждатларының ізіне де бұдырып, әждатларымыздың ізіне бесіп бейватқан өрмәтлік ағыларымыз мәрхәмет, diyar ansamblінің bir cöp çıraylık naqşları bilen мәшіріміз davamını tapıdı. Bulbul üçün sayraşqa Gülzar ganimet İnsan üçün hayatta Dost yar ganimet İnsan üçün hayatta Dost yar ganimet Esselam'a cemleşken Gönül sevgisi Görüşkende şirin söz İzhar ganimet Esselam'a cemleşken Gönül sevgisi Görüşkende şirin söz İzhar ganimet Hiç amanlık sağlamlık Zor bəxit baynik Yaman küzdün saklaşqa Tummar ganimet Küç qudru diyen barida Dostlarni qollab Uzun yolda sınalgan Tulpar ganimet Küçük diyen barida Dostlarni qollab Uzun yolda sınalgan Tulpar ganimet
Tenha yaşar yalnızlık ademge azap. Ey el cemaat içinde onlar ganimet. Tenha yaşar yalnızlık ademge azap. El cemaat içinde onlar ganimet. Hürmet etse adalet Dormizden Dostlar mihri yaratkan bahar ganimet. Hürmet etse adalet Doğur zimizden Dostlar mihri yaratan bahar ganimet. Sürgün hayat muhabbet Dostluk bezliğe Ömürlük dost babadan Nigar ganimet. Sürgün hayat muhabbet Dostluk bezliğe Ömürlük dost babadan Nigar ganimet. Kim biliyor gitimiz Kaysimiz baldır. Ey yoklap durgin Boslani Didar ganimet. Kim biliyor gitimiz Kaysimiz baldır. Ey yoklap durgin Boslani Didar ganimet. Yoklap durgin Boslani Didar ganimet. Akıl bolsa hey kül unutma şunu. Düşmanımı söygenler Söymeydi o seni. Akıl bulsam hey kül unutma şunu. Düşmanımı söygenler Söymeydi o seni. Her kişini tümenlep bulmak için dost diye Tanrı bilir dünyada kimden kim dostu. Her kişini tümenlep bulmak için dost diye Tanrı bilir dünyada kimden kim dostu. Sır vermeyi aldıran şu kadar dur. Yaşı dostlar vermeyi güher dur serdur. Yaxşı dostlar yapmadım can tuzak olmaz. Yaxşı dostu her kimi bırak köp olmaz.
yaxshi do'stlar yo'qdi qalblar qo'llar yaxshi do'stlar elli biroq ko'p bo'lmas şuni dostum iro çıkırsa seni yerge ahlat kirse gözünge cevap ödegen dost emestur puldansa sen de marçadan gün çıkende bir şey var senindin kaçkan dost emestur puldansa sen de marçadan gün çıkende bir şey var senindin kaçkan gün çıkende bir şey var senindin kaçkan Xalqimizning faxri diyar ansambli qizg'in olqishlaringlar, hurmatli mashraf ahli. Endi diyar ansamblining chiroyli naqshlarini anglaymiz. Endi Rahmat. Qani hurmatli mashraf ahli 20 minut tanaffus vaqti. Assalomu alaykum hurmatli yigit boshlari va me'morlar. Bugun endi navbatdagi mashrafimiz boya deb ketgandek ko'ringan juda o'tkazyapti. Xo'sh, endi o'tganda esinglarda bo'lsa, do'stlik majlisida boya deb ketganda Kalkama jutining sahifxonligida bir shunday bir o'zimizning navbatdagi mashrafimiz o'tgan. U yerda endi asosiy masalamiz mayda qaytlab deyishga to'g'ri keldi, chunki mayda bu o'tgan mashraf balaba yo'qlaba degandek. O'tgan mashrafimizda o'sha yigit bishara o'zaro tajriba almashtirish va kasbiy bilim oshirish temasida mashrafimizni o'tkazgan. Yet albatta endi buni o'tkazishimizning sababi asosan bizning cho'nglarimiz yoshlar o'tkazib beryapti. Yoshlarimiz albatta yosh valla rus tilliklar kelyapti. Ana tilini bilmagan rus tilliklar albatta urf odatdan chaloldi. Shunday hayallarda biz aslida cho'nglarimizdan bir bugungi hayallar ugunvasak degan niyatda bugungi kunda o niyatda yigit beshidan tarkib topgan o'sha peshqadamlar guruhini qurgandik. Muşlar orqali endi biz nurg'un o'sha ellik masalasini birdan yechib olsak degan bir niyatni oldimiz qo'yib, orliqda bir necha qitim uchrashdik. Basit qilib basitma shunday bir chiroyli medg'ilojna ham o'tiribdi. Na chiroyli qarshi oldi, yani chelak region shundaqla Chonja, Yarkat, Almuta atrofidagi yigit beshirib berib, shu masalani bir qator qarg'ardik. Albatta bu ilqchilik masalasi matasga rayonlarning, mahallalarning bir-biriga o'xshamaydi. O'zlarining bir qilib-tashgan, o'rgangan bir qoidalar bor ekan. Bu qoidani endi bizga bu 2003-yili o'sha Uyg'ur teatrida bizda ismlar bo'lsa To'xtasin aka Bejanov degan bo'lgan. Uyg'ur teatrida o'sha hozir bugungi kunda qo'llanayotgan ilqchilik masalasini shu zamonda tuzib ketgan. Mana 20 yil bayonida shunday bir yaxshi qo'llanib kelyapmiz. Shuni nima Artol o'zgarib qolgan yerlar baka, g'aybirmanlarda bir kilo o'shiq, bir kilo 2 kilo o'shiq degandek, bir yerda kam degandek. Allah o'zaro yana bir o'zgarib qolgan yerlarim baka. Shuningdan shu masala bo'yicha biroz mana sentyabr oyidan boshlab shunday shug'ullanyapmiz. Bir общий bir yerga kelib qoldik. Xo'sh, marhamat kim o? Tursun aka nima Amjaka bu topshiriqlarmi? Qani Amjaka marhamat.
Assalamu alaikum, Meşrep Ahli, Begim Başlıq, Jigit Başları, Jirak yaqinni kelgan aziz mehmonlar. Endi boyqa asosiy maqsadni Burxondan Begimiz tonishtirib o'tdi. Endi bu Meşrepninki maqsadi mushu Uyg'ur millatimizning orasida bo'layotgan to'y to'kin birinchi to'y to'kinningki masalasi orqali bu iliq-seliq masalasi xeyli yil bo'libdi. Hamiyat hozir har turli bo'lib o'zgarib ketdi. Shularni bir ratga sevasak, mushu zamonga loyiq, bu millatninki kichkina bo'lsa to'y to'kin chiroyli o'tsa degan maqsadda mushu burun nurg'un yil ishlab yigit boshlar bo'lib pensiyaga chiqqan, hozir ishlayotgan peshqadamlarimizdan bir guruh qurib, Boy Burxondan dedi, Boy Seyitda G'ilajnakam kutib oldi. Ashada mushu Uyg'urlar zich yashayotgan Yarkat, Cho'nja, Chelak, Olmutning o'pchursti yigit boshlar yig'ilib, mushu masalalarni o'tirib qo'ydik. Bu yerda Yarkatninkilar o'zlarining iliq-seliqlarini o'tirib qo'ydi. Chelak region Amgash Qozoq rayonininkilar o'tirib qo'ydi. Undan keyin Yarkat Uyg'ur rayonini o'tirib qo'yib, endi uning hammasini men hozir selishtirib sizlarga deb o'tamay, ularni o'sha peshqadamlar yigit boshlari yig'ilib, uning hammasini talash-tartish qilib, u yoq bu yoqdan hammasini boya oxirida yana biroz talash-tartish bo'lib, bizning kelgan o'sha ishimizni o'qib beraylik sizlarga. Bu yerda o Yarkat Cho'njilarnikini o'qisak, har turlikka. Hozir mana o'sha biz boy kelishganimiz o'sha to'yning iliq-selig'i. Birinchi to'g'ash deydi, non 200 tal, bu yerdan de shu nimaga loyiq tuz, go'sht 80 kilogram deydik, guruch 50 kilogram, saviz 50 kilogram, may 20 kilogram, tatlı turum 30 kilogram. Bu yerda 10 kil kamput, 10 kil qat, onun keyin pechenye, şokolad deganlarni o'zlari ular qudlar arib oldi. Choy 2 kilogram. Har turli so'qdan 90 butulka. Hem pologa loyiq ashadagi xomsaga kerakli ko'k tatlar. Hem o'tin. Bu endi burundan urf odatdan kelayotgan seliq bo'lgan ekan. Endi buni bunaqa aytganda ayollarning selig'i deb qo'ymiz. Atliq bir kostyum burka, anliq 2, erlar ko'yniga 6, endiki ayollarningki jitish degan u bo'la bodika burun. Hozirgi vaqtda u raqpaqlarni hech kim solmaydi ekan, hech kim u raqlarni jitib ko'ylak tikib kiymaydi. Shuning uchun hozirgi zamonga loyiq ayollarga 6 bezrukavka labakaz bozorda shular o'tibdi. Hamma shu mushu seliq bilan men o'tdim. Hem nikah yağlığı 30 tal, jut yağlığı 20 tal. Onun keyin burunqi shu jitishtab iliq-seliq selinadi ki, hozir uning o'rniga 20 tal lo'ngi deb qo'ydik. Endi bu yerda yetib ketadigan yeri Uyg'ur rayoni bilan Yarkatda jut cho'ng bo'lgani uchun u yerlarda buni go'sht 80 kilogram mangmaydi ekan. U yerda kadimgidek bir yaroq to'poq. Shuning uchun bu shu bo'yicha bu yerda qolaveradi endi. Undan keyin mayli yana bir ayrimchiliklar bor. Buni ayollarninkida, endi bu ayollarninkini biz nima qilgan chaqdima o'zimizniki shu xonim qiz bo'lib nurg'un ishlayotgan Zarya O'stokdan aqcha damlar bilan biroz shu ayollarninkini maslahatlashib, shu kelishimga keldik endi. Endi mayli hozir shu iliq-seliq to'g'riliq endi primechani deb qo'ymiz, izoh deb qo'ydik. Buni iliq-seliq sağanda yigit boshlari shu ikki qudini tonishtirish kerak. Birinchi, to'yda iliq-seliqni qiz taraf jutining qoidasi bilan qabul qilish. Misol Olmutidan Yarkatga berib qiz olsa, shu Yarkatninki qoidasi bo'yicha qabul qilish. Misol u yerda bir to'poq bo'lsa, Olmutnikilar berib, "Ya biz 80 kilo go'sht, bizlar buni bermaymiz" deyish bo'lmaydi. Shuning uchun mayga shuni kirgizib qo'ydik. Shu qayadan qiz olsa, shu jutning qoidasini qabul qilish. Ikkinchi, to'yni belgilagan vaqtda boshlash. Hozir o'zinglar bilsizlar, to'y yomon kechikib boshlandi. Haqlarni kutib ketdi, 200-300 odam bir ikki odamni kutdi. Voy palonchi tuqunim kelmayotdi, avu kelmayotdi degan, asli urug' tuqqan degan to'yga yarim soat, 1 soat, 2 soat burun kelish kerak. Shuning uchun to'yni vaqtida boshlash. Kechki to'yni vaqt soatini belgilash va o'z vaqtida boshlash. Buni bir bizga hozir eng bir ig'ir savollarning biri,
Мысалы, Езлада азыр ашу кәшкі тойлар саат 10-ды башылдыға елен бөке. Біз шәрі ерді ғой әні вақтыды башлайды. Шының үшін ашу асасы жігіт башла болған екен, мұшу мәселелеріні көзді тұтып, ашу тойынымы вақтыды башлап, вақты тамам қылып, нұмкылданға мұшу жігіт башла жауапкер деп ойлаймыз. Төртінші, мұны көш мәселесідегі айрымчылықланы еркет ұйғыр айолырда. Ашунымы илік сағанда, илік силік сағанда көзді тұтыш. Айрымчылық мұшу. Көшінің айрымчылығыны. Бәшінші, мұны атлық, анлық айрымчылықлары. Мысалы, еркетлері 8 атлық, 8 анлық дейдіке, ол бияніке оқшымайдыке. Ол костюмбіріке, ол бұла, еді жоқке. Оны біз өзгертемейміз деп, азыр мана еркетініңке жігіт башларыма дәватуды бізге аштақыл деген. Мәйеділкі біздің аялланың безрук капкісі әрлерінің көйінеге деген ашының іші кіркетуді, бірақ ола өзінің қайытысы аштақке. Оны азыр өгенген демеді біз өзгертемейміз дейді, бірақ оны примечаныға езіп қойдық, әшәді мұшу айрымчылықланы көзді тұтыш керек. Бұл атқан той төкілеріміз заманғы лайық кафе ресторалады болатыр азыр. Әнді өйді азыр той қылдыған айылы аз. Шоң үшін мұны кафеда, ресторанда той қылғанда, өйді мысалы құдыланың келішім бойынша болатыды. Нұрғын ашу кафелада жігіт башларымы мана білді, ашуладың сораш тұрып, әміні қабіріміз ба, ғайбір тойлада мысалы ашу тойыны қызбіла оғыл тәріп тәң бөліп өткізді. Бір еледі оғыл тәріпке еғіррақ жүк түші мүмкін. Тамадының ақсын төлеген сазанділерінкіне оғыл тәріп бойыны келіші мүмкін. Әнді бұны біз мандақ қылмыз, мұшын келіп босын деп, оны біз бір келіп саламаймыз ке. Шының үшін ашу той егісі құдының келішім біләлі болдыған ішіна ке бұл азыр мұшы біздің ұйғырлан арсыз болған той төкілерінің немелері азыр мұ заманғылайық аштақ бойытты. Әнді бұл тойдың басқа әнді азырқы, яны мұшы жігіт башларға асасын бағылық нәрселерінің бірі нәзір чырақ. Ома біздің милletіміздің арсы да болатқан әнде бір нәзір чырақларын болатты. Ашының ішінде көп чықым болып кетпаға елем ба. Азыр біртала еледі рәт селініп атыды. Мысалы, нәзірді той, толу, хамсей, аш татық тұрымлар өлелі өткізіп атқан нәзірлер ба. Артық чықым қымайдығанға. Шыныңға байым яны жігіт баштарында келіштік. Бияды мана мысалы, Красный поледа қоймыз, мұны рахат мәлісі де, бесағашларда бірталай рәт түшкен ке бұла. Даже мұны қайрат мәлісі де ашу артық қойылғаларға жаримамы селіндіған мәселелі бакенде. Әнді азырқы мәселелі мана мұшу. Ашыныңға қанақ пікірлеріңла ба. Біз мұнда қылмыз деп демедік дейкі, бірақ байы болып қалды бұл суал. Мұшыны нәзіріні маштақ бір әткі сасақ, нәзір чырақны артық чықымсыз өткіздіғанға деп. Hoş bir yerde Bunu nimde? Adır toyla 80-90% kafelerde ötüyordu. Eşi meselelerini kandak oldu aşağı. Şu onunla endi ben dedim ki bana 50'te 50 boğatkan toylacak. Endi ulağa biz mandak bolsun dep bir koyamayız, kelip salamayız onu. Nimçe sen aşu kafenin iyisi, toyunun iyileri kandak şundak bolgan narsa o. Jigit peşi verip çıkınla mındaq dep uyaga arılşamaydı. Endi bu yerde kudlanın kelişigi bağlıq olub kaldı da kelişigi. Endi demek yerde adlıq, andıq, şundaqlıq kaldı, kalan nertlerini endi kudla. İyilik endi ulağa kudla özürün kelişigi. Yerde öz ara yani bir kafelerini arındı gelip, yarım tamakını yak ekildik, yarım tamak bir yak ekildik, özekkem gele kafe zakat kıldık. Açtaq özlerin bir kesişim baki özünün. Yani hakikaten her türlük ya. Şunun da ben bir yerde davatkan söz, Yelosman bir umumi bir yak esek, bir yerden düşünüp kandı. Yak ben tamak ettiğim vaktim yoksa 4 türlük tamak çıkış kere olsa yapılsa 5 türlük, 6 türlük. Üçünü yak aldık ya, üçünü bir yak aldı. O kalsa kafede zakat kıldı, ikinci taraf kalsa özü pişirip ekildik yani. Bir kafenin arayında aldığı yerler bak ya, mandak geçti. Bu asası yerket bak ya, bu şu kafenin arayında yapıla. Kaç kegen adam sandık karaplı töyleyken de bırak Jozne işki kudu kelişip özleri rastlayıp ki.
Bu endi az жағдайларда bu. Endi bu yerda bular mundaq bir sizib chiqdi, bu yerda yugan qog'oz yo'q-ku. Masalan, bundaqa Yarkat qandaq, Olmutun qandaq, Uyg'ur rayon, Chelak va 25 Qozoq nahiyasida qandaqligi nimalar bo'ldi-ku. Bu yerda farqi bir yerda bir go'sht va-ku, adroq bir rax bir yerda, yog'liqmi? Adliq andiq. Qolgan hamma nimasi o'xshash keldi-ku. Endi shuning to'g'risida o'zinglar bir fikr bo'lgan bo'lsa desanglar, arayotgan bo'lsak, yil o'sma buning uzoq bo'ldi, bu masalani yeshamay yurganimizga. Endi mashalar qo'llasanglar bo'ladi desanglar, mashada o'tirgan veteranlarning so'zga ishonamiz. Mushtarlarniki endi menda qanday desak bo'ldi? Ko'pni ko'rganda endi masalan, Mustafa akam 92 yosh kirdi. 30 yildak 25 bo'ldi. Ayaqda o'tirgan Yezimkam bilan biz tanishtirmabmiz, endi yil o'sma xapomaysizlar. Yezimkam 83 ga kirdi. 85-yildan boshlab 25-i, 38 yil 25 bo'lib ishlab kelayotgan akimizning biri. Ayaqda Hakimjon aka, o 6-brigadning cho'ng 25-i. Hakimjon aka Tursunov 30 yil 25 bo'lib ishlab kelyapti. Tajribasi mo'l, o'rgangan narsalar jiq. Mana Xilojin aka Basiyetdan cho'ng 25-i, hammanglar bilasizlar. 20 yil yaqin 25 bo'lib ishlayotdi. Albatta biz bugun saylanganlar hamma narsani to'liq bilmaymiz. Bular burundan beri endi hamma narsani to'liq bildi deb hisoblaymiz. Mayda mana nimdan Yarkatdan Nurlan og'inimiz kelib o'tirdi. Buning iliqi mushu masalalar bo'yicha yigit bilan qarab qo'yishildi. Abdukarim aka endi mushu cho'jining cho'ng 25-i, Abdukarim aka Saydullayev 32 yil 25 bo'lib ishlagan, Arliqdan nahiyadan 11 yil bo'lsa 12 yil cho'ng 25 bo'lib ishlab kelyapti. Bizning mana Tursun Qahari Zarevasida 20 yil yaqin 25 bo'ldi. Onun sırtı endi bugungi kunda 86, 87 manda. Tursun aka Qaharov. Mushu akalar birlikda mushu masalalarni yeshi qarmasin, aka sen mushuni mangmisan bo'lmaydi deb basitlargacha apadik-da endi. Men qo'yg'ina avar qilmoqchi, meni yoshlar qo'yib, yoshlar qo'yib turish uchun yoshlarni o'gitayli, ondan keyin sizlar daminglar. Yoshlar hozir bilmayapti deb Muhammadjon aka Ashimov nimniki Qo'shmamatniki 45 yil 25 bo'lib ishlagan akamiz. Bugungi kunda qayerga ketdi, u kelamay qoldim, ukam ranjimagina u bo'daydi. Atganlar jusungiz bo'pti endi poputi bolalar bir og'ash keladi deb dedik. Yil o'sma endi mashtaq cho'ng akalarimiz orqali buni o'zimizla yo'g'on boshliq qilib ketmadik. Shu bir necha yig'inlarni o'tkazdik. Oldingi yashtambida bir 30 dak bir maldan yigit pishirib keldi. Ashlar bilan maslahatchib qanday qilsa hammasi qo'lida ham quvvatildi. Yil o'sma sizlarning oldinglarni bir o'tib qo'yaldi dedik. Ma'qul desanglar, hozirgi tuzib qo'ygan narsani qabul qilsak, yo'q, men o'zgartiraylik desanglar, mashad naq maydondanglar, men chiqib o'zlari qo'yibdi, etib desanglar to'g'ri kelmaydi. Qani kimda qanday fikr bor? Marhamat. Fikr yo'qmi? Fikr bo'lsa andashim eliq-seliq masala bo'yicha. Xo'sh, marhamat, mikrofon. Buni eliq-seliq hamma sinf quvvatimiz. To'y uch bo'ladi. Biroq buni nazarda kafeda qilsa to'ydan ortiq bo'lib ketib qoldi. Bu 50 ming jarima degan eshitdim emas burunchilarga. Yo'qlar qanday qiladi? Uni qonundan qilma deb qiladi, amal yo'q. Qazga kirib ketadi. Ikkinchisi nikoh vasiyasi. Nechalar nikoh qatnashdim. Burun bizniki atbog'imizda 20 rubli mehr haqqi debdi. Hozir so'raydigan bo'ldi. O'g'il nikohga kelganda sen qizga nima yapirsan? Shu yapiramsan? Yani palanchi uziga yapiramsan? O'zikning hisobisi 800 ming 900 mingga million bordigan baka. Birinchi bo'ldi bu ish. Va bunda olmayman deb nikohni qilmay chiqib ketgan bolalar bo'ldi. U yoshlarga tushuntiramaysizlar. Hozirgi zamon eg'ir. Shuning uchun buni nikohga mehr haqqi qancha bo'lsin? Bizning kalinda 50 ming. Mehr haqqi. Xo'sh, birinchidan xafa bo'lmaysizlar. Ikkinchidan, temani bitirib yana bir temaga o'tsak.
Üçüncüden qayadan hem sizin tonmaydı, tonuyacağın kişiden tonum. Ben palançanı 25 mıda dep koysanız çırar oldu. Bulamda tem boyutu söyleyimiz. Ben Tuzlu Bastov Aksakala Kentisi'nin reisinin kızamıyım. Şunun için ben hem de etiyetidiğim. Bu 50 mola toxtamaydiginim endi boptu nazirde ayarlagancha chepilib ketmasak mı er kishilarnikini to'xtatqani bo'ldi. Nemishga deganda imomlar kelib yigitlar hal qilmaydi, har birisining og'zini basamaydi. Imom kelib o'tadimi? Leshni buni tamoq turamdi. Apa, yo'q desang deb turib Qur'on o'qimay chiqib ketsa, bir qitim, ikki qitim qilsa bu ish o'rniga tushadi. Bu ishtiroq bilan o'rniga tushirmaymiz. Yaxshi fikir. Endi bu liqi ishtirofimda chiqamdik, mush 2 kun burun yigitlar ara mesela bir yig'in bo'lgan, yig'inda buni jazolamasak, jazo chiqamsak, yani qilg'ini qilaverdi degan so'z bo'ldi. Bu yerda endi o'lim jitimni endi liqi qanday deymiz? Gaybirlari mush taharat ishindaymiz, taharat ishi. Onunga mush taharat ishini qilsak bo'lmaydi dedi. Nimishga? Ular keldi, ularga tamoq bo'lsam qanday qildi dedi. Endi bir narsani biz kallamızdan chiqarib ichishimiz kerak-da. O'lim bo'lgan yerga tamoq ichma deb bo'lmash kerak. Mushu zarur. Agar sen ashadamni ko'nglini olma, shuningga ko'ngil etma, ta'ziya bildirma desang, tamog'ing uyda yappa. Bo'lmasa uning o'zing ig'irchiligini tushama. U odam yig'lavasa, qanjiqlasa, nim qilarini bilmasa, bir g'am qayg'uda qolsa, sen kelib, "Men tamoq bermadim" sen qanday qildi? Tamoqni taratishni yetmamas. Masalan, o anda qoidalar bor. Mana bu zarar sujudida ham turnagan o'tiribdi. Taharat ishi qilsa, imom namozni tushamayman, kamayman, chaqamayman dedi. Lekin boshqalar bor. Xapshuk. Men pulni men topdim, men qanday qilsam shunday qilma dedi. Sodan ketay, biz birinchidan alhamdulillah musulmon. Hozir mana hatto televizorlarda so'zlayotdi, boshqa qarimlarmi, imomlarmi televidenler söyledi. Bu to'g'ri emas, shu kuncha qazaqan chiqib bo'lmaydi, bizning islom dinimiz to'g'ri kelmaydi deyapti. Biz bu masalani xil burun qo'zg'agan, lekin buni tegi chiqamayapmiz. Yil o'sma, endi o'liqi men qilmasam bo'lmaydi desa, unga gigita siqib o'tirishning nimasi yo'q, lekin deb qo'ydigan yigitning vazifasi. Buni bo'ldi, buni bo'lmaydi. Endi qolgan o'zing qara deyish kerak-da. Bu yerda imomlarma shu to'y to'kim nadarchalarga da'vat qilish kerak. Hozir biz buni asosan eliq-seliq masalasi, undan keyin kafe masalasiga endi to'g'ri ko'rsanglar, uni biz alaytan bu tosh berimizmi? Alaytan tosh beraylik. O'sha eliq-seliq masalasi bo'yicha fikrlar bormi? Naq qolgan masaladan undan keyin bitgandan keyin ham ko'tiramiz. Yo'qmi? Xo'sh, mikrofon. Assalomu alaykum. Meşrep Ekli Begim başlık Jirahip'in kege mehmallah. Begim ait bir durus mesele kozulup birinci kıtım emas, birinci kıtım bu atıda. Endi bu 2003 yılı Uygur Tiyatrocu hemimizge bak eliseler meselesini oturup koyup bir nim bilen kivatımız. Hiç kim özgertmeden başka mellerini bilmeyim ki ben özlem hiç kadar özgertken yerim yok. Şu kivatıdır. Bırak endi men alınca bilen tushunmadim 80 kilo deb qo'yganlarda. Bizde 50 kilo go'sht bir yaroq qo'y. Ne? Ya endi yerde nobada bir yeri bor. Birileri bu 80 kilo ekse bir qanchiqilgan o'zimizning odatli bog'dadan gap bor-ku. Endi buni aşağı deb qo'ysak, hani ikki xudo shuni kelishsa. Biz ashuni bizde 50 kilo go'sht bir yaroq qo'y degan baka. Shuni bular qo'shib kelishib, oyoqtikilar bilan kesish, masalan, chelakni mashlaqqa 80 kilo. 80 kilo go'sht bilmayman. Chelakni mashlaqqa. Shuning uchun o'li doktor, chelakni o'li doktor. Shuning uchun buni kelishiblar 80 kilo go'sht deb qo'yaylik, qo'y bilan nimani o'zlari kelishib oldi deb mashlaq deydi. Anandikin erlak ko'ylak bormi? Erlak ko'ylak 6 tal. 6 tal bor. 6. 8 tal kardigan bo'lib ketdimi hozir? Yo'q, kardigan 6 tal. 6 talmi? Bu yoqda yani anliq ikki yaxshi bor, yaxshisi. Men demoqchi bo'lganim 4 tal anliq bor dedilar, ikki yaxshi kiyim 4 madan raftin degan hozir 6 bo'lib ketdi. Endi Uyg'ur rayonidagilar u yerdagilar bilan selishtirib, bir yerlarda jiqaroqga shuninglar o'tir hisoblab 6 tal deb qo'ydik. Ya o kardigan emas. Shu
Kardigan emas. O bezrukavka. Kardigan 2, bezrukavka. Bezrukavka 6 tal. O azine. Aşı şeylikning hesabı. Aşağı yerden bir inek havalar demedi. Artık göz karaş bulmuşsun. Bopta rahmet yıktınlar. Ana diken yani bir mesela bayrağım deşkilen paranışıp geldik ya geçe. Bu bolmazdı bunu pandemiyada bağırık başkanımızı toylasal mındak zığınçaklık özara ötüp atıdı. Bu bir yakıdan yakşı, bir yakıdan bırak bazı birilerimiz bunu özgürtüp orbadatımız sel özgürtüp atıdı. Hiç kimle sen moşu mahallini zütni zıgıp toy kıl diyen hiç kim yok. Özden çami kelişe toy kıldı. Bırak özümüzden orbadatları var, kudu kelişip mal görüşke geldi bir aşkıp gelirdi oğul taraf, kız taraf bir özden tamamını kılıp kütüp aldığın gep. Bazı bir okullarda yigit başlarına bağlamay, bazı özgürçler bu hafta aşı nemlerini yok koyup da özürler mındaklar. Şunun için hürmetli yigit başlar belki yakın gelen mekmallar bu kişi kuatkan diken küçük yani yaki bir 10 kilo 5 kilo görüş basıdı. Aşı kayıtlarımızı yok atmay bizden gelecek evlatlarımızga maşını ip basak. Aslında bu bunun mında kıptık biz bunun yok koyup da etkin bonsun. Atı babamızda evlatlarımızdan kevadıdı. Aşı kaydımızı yok atmay. Küçük olsun mu aşı kaydılar men apasak. Demek şundan. Bu rahmet yıktanlarına. Hoş meydanı söz soruatın meydan merhamet. Assalomu alaykum, hurmatli jamoat, hurmatli mashrab bekilleri. Ben Astana'dan kelyapman. O'zim shu Gordingandagi 45 yil bo'ldi Gordinganda turayotganimga. Endi bir yil deb ketdim, ko'p yerda anglayapmiz. Ko'p bizning endi aralashadiganimiz jiq yerda har turli bolalar bor. Asosan shu shaharda tug'anlar, undan keyin Astonada tug'an, Yambriyat tug'an yigit boshlari, bolalar endi tijorat qilayotganlar. Deydigini mushu qizlar deyotgan nazar qoidasiga. Nazar qoidasiga biz bundaq qilmaymiz. Bir pulov bilan uzatishga mumkinchilik emas. Bizning o'risim bor, qozoqim bor, karisim bor, tatarim bor. Biz baganda ular dasturxon yeyib, hammasini keng dasturxonda o'tirmiz. Biz kelganda quruq pulov bilan uzatsak, bizga o'zimizga uyat. Onun qalqı bir jariman sep, sizlar gunohga qo'shash qilmasdan, endi undaq odamlarga tushunish bilan qarash kerak-da. Endi jiq har turli millat bo'lgandan keyin shuning uchun o'zlarining ixtiyoricha, cham yetkicha yassa, endi cho'ng shaharlarda, endi malladan turaqliq bo'lgandan keyin bir-birini hammasi bildi, shu yurtning adimi qatnashgandan keyin ular hammasi bildi rasm qoidani. Boshqa yerlarda, u cho'ng yerlarda aralashib ketgan yerlarda undaqla quruq puluvlar o'tayotgani bo'lmaydi deb boshqa fikrlar yomon jiq bo'ldi. Shuning uchun shuni sizlarga deb qo'yay degani menda ko'pchilikning taklifi bu. Bo'ldi. Endi bu yerda endi bunaqa to'g'ri endi gapirlarning xuddisi boshqa millatlardan bo'lib ketishi mumkin degandakda endi. Bu yerga endi chosli jarman sen palanch versal desak, ularga endi balkim boshqa bo'lib qolar. No asosiyatda bu yerda endi laqi shu Uyg'urlar joylashgan yerdagi qoidalarga boshqa kichiklarniki shularga qarab yo'l tutadi-ku endi. Bu yerda bir yana bir deb ketgan muhim yeri Baya bunu akımız durust deyapti endi. Bu yerda bizningki rasm qoida bo'yicha nazar o'tkazgan odam birinchi yigit beshiq kelish kerak. Yigit beshiqqa mana palonchi kuni mana bundaq nimaga atab bir nazar o'tkazgan otma deb yigit beshiq kelgan vaqtida, shu vaqtida yigit beshiq jo'g'dayni tushuntirish kerak-da, nazarda mundaq bo'lmasin, mundaq qil degan. Endi andaq abayamki nima degandek qarindoshlar bo'lib qolsa, ular shu yigit beshni oldiga kelib tushuntirish kerak. Meni boshdan xudan boshqa millat, aloqina mundaq, men ularni da uzatmasam bo'lmaydi desa, endi uni tushuntirgan gap qo'yadi. Men o'chog'anda shu yigit beshi xabar tepish kerak-da hamma narsadan. Hozir nurg'uni nima qilmaydi-ku, yigit beshi bilan kelib maslahat qilish kerak. To'g'ri. Yo, endi hammasi o'zining fikrini deyapti-ku. Danglar fikringni nega bo'lmaydi desanglar bo'lmaydi. Ya, endi bu yerda fikrini deyapti, qabul qilmadik-ku. Fikr anglayapmiz.
sizlar har qanday o'zining ixtiyoriy gapini qilyotdi. Sen buni gapni qilma, sen buni seni to'g'ri desak bo'lmaydi endi. Общий bir men kelmiz. O degan adam bir adam. Qolgan mesela o'rtaga 199 adam boshdan dedim, shu 199 odamning nimasidan qarorini qabul qilamiz. Xo'sh, men endi boyama demoqchiga yerim. Buni 3-7 deymiz, endi o'sha o'lim tuyuqsiz keldi-ku. Tuyuqsiz bo'lgandan keyin albatta Niplani bo'lgandan keyin o'sha kishidan ig'ir keldi. Shu sababdan boyaqi tartishni u bo'sh qilmal degan so'z bo'lib ketdi. Buni 3da, 7da choy chirib turgan narsalar bor. Choy chirib kelgan ki, o kafeda bunu qo'ymadsa, u qanday qildi endi? Ashmasini 40da endi bo'ladi, bir narsalarni qo'yg'izimsanglar bo'ldi. Choy chirib kelganda birimdan ipkasi uni qanday qilish kerak? Ochiq keltirish kerak buni? Xo'sh, marhamat. Assalomu alaykum. Meshrab Bekli, Begim boshliq. Mana keldim beri boshliq nimalar sporlar bo'lyotdi. Menimcha bo'lsa cheklashning hojati yo'q. Hech kimdan bir polo qo'yib, nim qo'yganga hech kim uni qo'ymabdi, buni qo'ymabdi demaydi. O zang bo'lib chiqibdi, u o'qimabdi deb. Sen degandek, shu uyda qilsin, nimada qilsin, kafeda qilsin, urug'tuqan jiqila, shunchalik tamoqlan jiqib ketdi, uni nega gapirdi. Isrofchilik shu vaqtda bo'lmamdi. Isrofchilik deysizlar, uni hech qachon isrofchilik bo'lmaydi. Bir to'qov bilan bir samsiq qo'ydi-ku, atiq boshqa hech nima qilayotgan hech kim yo'q. Salat qilib to'shtirayotgan hech kim yo'q. Endi bir kafe qilib berib nim qilsanglar, polo bilan menga choy ber desanglar, hech kim kafe bir nima qilmaydi sizlarning zakazini. Salat qo'shmasanglar. Shuning uchun cheklashning keragi yo'q menimcha bo'lsa. Har mali o'zi buyishikcha qilsin. U jamiyatga odam qo'ymasa, uni hech kim qo'ymadi deb hech kim cheklmaydi. O bizning Uyg'urlarning ichida menimcha bo'lsa, kredit elib, qarz elib, nazar qildi deganda shu vaqtda men anglamadim. Xo'sh, rahmat aka. Turkiston nahiyatining oqsoqol aka so'raysiz. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Meshrab Bekli Begim boshliq. Men ajoyib yaxshi savollar qo'yilib, mushuni biz ko'pdan beri kutgan edik. Har mahallada talash-tortishlar bo'lyapti. Men ajoyib yaxshi narsalar o'tirib qo'yildi. Yana taratish degan to'g'risida biroz so'zim kelib turdi. Endi bir mahallada Uyg'ur joylashganda qo'lim qo'shillar tamoqlarni akirdi. Atqo'dan kelayotgan. Jiroq yaqindan kelganlar o'sha tamoq bilan ustal qo'ymiz. Eg'iz tegdi. Endi bir mahallada qo'shillar tamoq akirmaydi. Xo'sh, Yerkatdan Uyg'ur rayonidan kelganlar shu vaqtda osh ketamda unda bo'g'a yalan bor. Shuning uchun taratishini biz o'z jag'diga qarab tamoqlar kirmasa, biz shu uyning jag'diga qarab biz yerlik tuproq tamoq qilamiz. Shu vaqtda biz jaqara qizib kelgan mehmonlarga tamoq beramiz. Unda qo'yg'ini şurada qo'shillar yo'q-ku, tamoq kirayotgan yana bir nima. Mushu masalani qanday deysizlar? Mushin to'g'risida yana anda qilibdi, yana yetmaslikka tamoq tartish qilibdi degan savollar bo'lsin. Bo'ldi, yaxshi. Endi har kim o'zining fikrini aytadi. Endi mening shaxsan o'zimning ko'z qarashim, fikrim. Yana bir qadim deb qo'yay, o'lim bo'lgan ega tamoq yeyma deb bo'lmas kerak. Buningga endi to'g'ri ko'z qarash qilaylik endi. O'zimiz qiynab, ig'irchilik nima qilamiz? Agar bizning o'sha shariatimizda u to'g'ri kamayotsa, tim bo'ladi. Shu kunga tamoq etish bo'lmaydi debsa, yana uning bir yo'q, o'sha qilaylik, u boyqish evdan keldi 10 kilometr yerdan qo'siq osh ketdi deb uni o'lsak, biz o'likni o'lmay. İşimiz bizning algı basmaydi. Xo'sh, endi doit bunda qilaylik. Bir kimga? Nima qaranglarchi kimga? Assalomu alaykum. O'zingiz konserting aka. Ben Baysiyet iyesinin çoğun şigitveşi Gılaj'dın. Bunu taratiş doğruluk. Bizning Baysiyet'te musibet boğan öyge hiç qanday eğirçilik samaymiz. Ular hazır tutuplu oturdu. Bizde özümüzün 30 oğlu var, jutqa hizmet kıldığın cemiyet hizmetçiler var. Özümüz produktunu ekilip, özümüz ocak kazalarını esip, özümüzün aşpezleri var. Eşede
tamahını pişirimiz. Bir filagini yerlikka ötimiz, qağınını jiraqdan kelgan, bayqında Yerkatdan, Cho'njidan, Olmududan, Haqayaqdan keldi. Aşı adamlar qo'siq ichib qoldi. Chunki namoz soat 2da. Saat 12 gülgetip tamahını tayyor qilmiz. Uyni egisi bir tiyin bir narsa chiqarmaydi. Jimla ash hozirda bo'ladi. Biz tamahını pishirib, ashlarni qo'shillarni uyda tartishni qilib, ejaga chaqirimiz, ejada shu jamoatchilik tamoq beramiz. Birinchi yerlikka o'timiz, choy o'tib, oqisdan tamoq o'timiz. Anadan keyin jirahdan kelganlarni taklif qilib, ashta qilib tartish qilyapmiz. Buning uy egisiga hech qanday ig'irchiligi yo'q bizda. Ashta qilsak nayt yaxshi bo'ladi. Oshpazlarimiz er kishidan, ayol kishilarni hech nimaga aralashtirmaymiz. Ana mashtaq meni deydiganim, rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Bugun bu mashrabda shunchalik yaxshi masalalar ko'tarilyapti. Biroq biz 5 qo'lni bir og'izga samay, agal Burxondan siz boshliq o'sha to'y seliq bilan nazirni yeshib, malli-mallada ashuni ishga oshirib olaylik. Asta-asta qilsak birdilla hamma narsani o'lim to'g'riliq desangiz, har bir mallida o'zining nimasi bor. Bu yomonchiq biz nimaga qolamiz? Sabab agal mana abay dedinglar qo'y, seliq to'g'riliq qog'ozinglarni to'g'rilab har bir malliga yetkazinglar. Nazir to'g'riliq shu qog'ozni yetkazinglar. Biz uning yigitlarni qo'llab-quvvatlab shu ishlarni biroz vaqt mang'izib olaylik. Uningdan keyin qog'ozlarni yo'lga olaylik. U bir. Ikkinchidan, mushu chiqargan qog'ozlaringlarni men bu shaharga chiqarilishma. Sizlar bu shaharda shuni shiltalamsizlar. Shaharda men chiqarilishma deganim nazirga kelsam, boshqa yerlarda to'ydan atiq shu to'kuydi. Malli degan o'ng'ay. Mallida 2-3 odamlar yaxshilab so'z aytgan bo'lsa, mallashning qushidir. Hozircha endi o'lim to'g'riliq boshlab, o'limda aniq qilmanglar, mani qilmanglar desanglar, biz berib uni o'z mallimizda desak, u boshqa mallarda bo'layotgan ishlarni hammasini nem qiladi, bizni qarlaydi. Agar buni ikkisini nem qolaylik, undan keyin o'lim to'g'riliq, uni uzatish to'g'riliq yalnız biz emas, imamlarni aralashtirish kerak. Hozir bizning chiqishlarimiz, biz Kalinda bizning balla, Uyg'ur balla imamlar bor. Abay deb ketdi mana Kalinning balisi turib. Biz hozir mushtaq qilyapmiz. Agar imamlar cho'nglar bilan o'tirdi-ku, bo'lmaydi degan narsani qarab, agar bizning cho'nglarimiz imam ashadan qaytirib etsa, bir qatam, ikki qatam qaytirib etsa, ikkinchi qo'ymaydi. Jigitvesh sen qancha qo'yma degan bilan jigitveşler bizning yosh balla. Cho'nglar turibdi deydi, mana tunugim biz saylab qo'ysak, bu bizning keketigimizni qisib atadi deydi. Agal men deganda shaharni jo'ndab olinglar, biz jo'ndilmiz. Oldu. Anda qilsak, shu bayaq ko'tarilgan besik tem bo'yicha eliq-seliq masalasi. Moshina bir tovuq salaylik. Ikkinchi masala moshina nazir. Nazirni deb qo'ydik endi. Nazirda endi bayaq cheklangan atab ketdingiz, yana bir atab o'tamiz. Aldan da eliq-seliqni bir atab o'tding. Shundan tavsiya siraz tavsiyamizmi? O'sha tavushqa eliq-seliq masalasini birinchi salaylik. Moshunga qo'llaymiz, quvvatlaymiz, buniki shu yo'ldan mangmiz, shu yo'ldan ip mangmiz, xalqi yetkizmiz degichlar qo'linglarni ko'tarsanglar. Qarshimizlar? Tak, qarshi bormi? Qarshi. Xolis. Yo'q-ku, 100% demak, o'sha eliq-seliq masalasini qabul qilgan bo'ldik. Ilohim shu xalqimizning, millatimizning foydasiga shuni qo'llanaylik. Xo'sh, demak, ikkinchi masala Nadir Chiraq. Nadir Chiraqning boya bir qarindishimiz deb ketdi, Absalom. Endi bu birlikki urtqanlar Jirah yaqindan bosh millatlar kelganda andaq bir qattiq urib ketmasanglar, işte Jarman samsanglar degan bir niyatni bildirdi. Moshdan o'chagan bir kafeda bu ishlar to'g'ri kelmaydi degan so'zlarni dedi. Nadirning nimasi atilib ketdi, yana bir atab o'tding shuni, unga tavsiya qilamiz.
Onun nimsende bir de asasi şu polo, hamsey, eğer küz ayları bayaşatçılık zaman bulsun, meyveçevi koyulsun diyen. Oğun tavuz diyeyim de. Meyveçevi var, bırak oğun tavuz. Ya tatlı durum la bağı endi üstelin üstü tatlı durum nan ula boludu ko endi asasi bu şu polo bilen hamsey onun diken aç meyve. Ola da endi Cermanlarca toqtu koymuz go. Bundaq sözle yetişki tırsımı şundaq mı? Ha boludu. Meyli bu oturuq sağan nime go bu pikir? Köpürükten düşüyatkan talep adırsa Cerman samsaq dedi. Hazırca mana adırqı atap ketken muşa nadir haqqıdaki spesini kollayımızda geçiler bir kol götürüyordun lan? Karşıla bu mu? İyi bulam sen karşı mı? Emişsin tak. Karşı kim bu karşı? Halis. Yok. Demek mana Xudayım birsam özün o'sha yaxshi kunlarda o'sha gazapchilik degan endi dunyoda o'zinglar bilsizlar tariximizni boshqaradimi ochachchilikda nurg'un odamlar qiynalyotidi bo'libmi endi uni biz gazapchilik qilsak to'g'ri kelmaydi. Xo'sh endi uchinchi masalamiz bizning boyaliqi tahorat ishini dedik. Bunda har xil fikrlar bo'lib qoldi. Birleri ya qilamiz, birleri qilmaymiz, birlerining mana basitdan ishlar ratlikka sahibxonga tamamen hech bir ig'irchilik yo'q ekan. Bular basit endi boshqa bir jutqa endi. Xo'sh, Osmonda bu masala qanday qilamiz? Mana yeli bo'lsin, o'sha o'zimizning nimasi yetkazib qo'ysanglar jutlarga. Tahorat ishi endi haqiqatan mandaqga bermaydi ekanki, ashaga tomoq yil bo'lmaymizga, mumkin bo'lsa asha o'zimiz yardimimizni qilsak, yetishmayotgan yerlar olsa qo'limiz uchun sunsak degandek bir niyat bo'lsak, ularga berib o'zimizning ig'irchiligini tushunsak. Favqulodda ashla endi bir qo'shnilar akirsa, yo'q qo'shnilar uyda bir ashlan qilsa, yeysizlar, yemsanglar, uningda ranjib ketmasanglar. Shuni to'g'ri yetkazsanglar bo'ldi. Bu masala keyin yana bir ko'tarilib qoladi. Xo'sh, endi bir vaqtimiz o'sha talatishni o'tib ketdi. Bu Harımlagan bir soğuk sorak koymay kandak nemne davadasını yiyip etmez. Yani karımlar kandak soğuk soraklarına ba. Endi moşu da adırık mana ne kadar özüm çıkıp atılmış mesele. Moşadır biz dedik şeriat boş kandakmış. Nedir çıraklap kaldık baya. Taharat işi. Kene cevap. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulih Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaun. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hürmetlik akıla. Allah Teala bugünkü yığılımızını hayırlı kılsın. Baya nazır çırak doğruluk köp talaş tartışlar oldu. Bırak biz ben daha karşı urf adet boyunca hem meseleden yaşadık. Bırak nazırın muhim nersini unutuqatımızda oyumuz kırmatıdı. Nazırını Allah razılık için duga ölüp ketkenlerge duga tevbir ötküzümüz dep kılgan dikin şu duga tevbirini kabul bolduğan derecede nazırını kılışımız gerek. Allah kabul kılış gerek de onu. Allah kabul kılmasa neç kal, neç tögüm soyvatsak mı Allah kabul kılmasa bika gitti de miners. Şunun için en muhimleri ihlasını unutkamaylı. İhlas bilen kılaylı. İhlas kay vakti boldu diyen çağda şu kandak bir muhimu kımaylı. Allah razılık için, Allah minnan da razı olsun dep kısak, şu çağda o muhim, o merasimimizni Allah kabul kılın. Eğer biz qarz elip, kredit dep kısak, yoki bo'lmasa palanchidan qalmanmi deb o'zimizning kuchi yetmaydigan narsaga isilib, baljaqimizning onun o'qishiga va boshqa kerak yerlarga ishlatadigan pulni nazarga qashlab yutib, keyin balımızning haqqini yevatgan bo'lsak, bu ishlardan Allah razı bo'lmaydi. Dasqanni mayli siz yeyib etinglar, to'yda matiq etinglar, o narzimiz bika bukitida bu haq, o yaxshi yaydi deydi, biroq xalq hech qanday o'lgan odamga hech qanday yordam qila olmaymiz biz. O'lgan odam bizga muhtoj, bizning tiriklarning duosiga muhtoj. Biz o'lgan odamga muhtoj emas. Shuningga nazar qilganchada ash tarafni Allah qabul qiladigan darajada qilaylik nazarni. Ham har birimizning darajasi har xil. Biroq tartib boyada barakat bor deydi. Mashtaq bir rad kisilib, bir tartib bilan bo'lgan bu yaxshi albatta.
Shuning uchun o'sha yigit boshlar Alloh rozi bo'lsin, sizlar ko'p xizmat qilasizlar. Ham tarat ishi masalasi bo'yicha buni cho'ng yigit beshlar, burunda ishlab kelayotgan yigit beshlar bilsizlar, o'tgandim degan Abdushtaka boshliq biz nim qurgan, kitobcha chiqargan. Shu yerda bu tarat ishi to'g'rilik deb ketgan. Qo'shni akagan oshni shu qazo bo'lgan uyda yeyishga bo'ldi va tarat ishini agar shu baysitga o'xshash uy egisiga egirchilik solmasdan boshqa odamlar, qo'shnilari, kompaniyalari, og'inlarning shular o'z bo'yniga elib, uy egisi uyning jinoza bo'lgan uyda emas, qo'shnilarning boshqa uylarda qilsa, unda tomoqlarni yeyishga bo'ldi. Eng muhimi shu uy egisiga egirchilik solmay, shu uyda bo'lmagani yaxshida. Shu jinoza chiqayotgan uyda bo'lmagani yaxshi. Xo'sh, tushunish bo'ldimi? Hozir menda mana WhatsAppga boy o'zi kelamay qoldi yo'lda, mashinasini qo'yib ha menda. Assalomu alaykum. Mashrab ahli, mashrab egi. Jirahiqindagi urug' tuqqanlar. Men Qalqaman jutining cho'ng yigiti ish bo'lman. Qarimlar qo'ldigan savolim. Agar tartib ishini hozir qiyinchilik davatsa, shu kuni mayit chiqayotgan kuni mayitni olib ko'mgandan keyin 3-ni 7sini berganini qanday deb o'ylaysiz? Endi bu 3'e 7sini basak, u yerlab kelgandan keyin uyda bo'lgan ishda bu. Ashlarni yerlik qilayotgan, jinoza chiqqan uyda bo'latadi-ku. Ya'ni uyning egisiga bu bu ko'ngli ham ketdi hozir. Men jo'z rastlashim kerak, endi qanday qilmay ekan u bu deb shu jinoza bo'lgan kuni qilmagan yaxshi. Chunki payg'ambar alayhisalom nim degan harom emas, men qilmagan yaxshi degan bilan harom deganning farqi bor. Qilmagan yaxshi chunki 3 kungacha nima shu uyga aksincha shu uydagilarning ko'nglini olib, shu uydagi jinoza bo'lgan uyga tamoq akirib, ko'nglini elib, ta'ziya bildirib, ashta kirib chiqib yurishimiz kerakda. U uydan tasdiqan yeb, u uyning tamog'ini yemasdan. Qilmaganimiz yaxshi. Xo'sh, menda yana shundaqlab boya WhatsApp aytibdi-ki, o'sha jinozada jinoza bo'layotgan vaqtda mayitning itini atasini oldida shu birlari dadasini itini ataydi, birlari onasini itini ataydi. Birlari dedi, onasini itini atash kerak dedi. Bu endi yerda kisham men qilmagan yerlarim bor, birlari dedi, yo'q, mishga dadasini itini atash kerak dedi. Tasha qanday? Asli nasab otiga bog'liq bu. Bizda cho'nglarimizda suyak egisi dedi. Suyak egisini kimdan qildingiz? Oti tarafından qildi hamma yerda. Suyak egisi kim bo'ldi? Otasi o'lib ketsa, buvisini, cho'ng dadasini mun suyak egisi tutsin, jug'uchlarni endi deb dada tarafnikidan qildi. Ham payg'ambar alayhisalom vaqtidami, payg'ambar alayhisalomnimi otisini Abdullohning bolasi Muhammad dedi. Chunki shuningga biz nima dadasini aytmaymiz. Mayli nikoh bo'lsin, mayli jinoza bo'lsin, qayya bo'lmasin, dadasini aytmaymiz. Nimishga nasab dadasini mangdi. Qon dadasidan mangdi-da. Undaq hech nada biz o'qib ko'rmagan, ham burunqi imomlardan anglamagan jinozada opasini itini atash kerak, opasini itini dangla, nikohda dadasini itini, jinozada opasini itini deydi degan gap anglamadim, ham kitobdan ko'rmadim unday gap. To'g'ri, rahmat. Ha, begim yevreylarning jinozasi. Ha, u naq ashparang asaq dedi u. U asli yevreylarning durus adını ataydi dedi. Qanday atsa bizning endi nima suyak egisi deb opisi toshni bildi, shuni bosganligini dedi. Qanday gap qildi? Burxon aka bayqam, boya bir akimiz nikoh haqiqiy to'g'riliq bir gap ketgan. Xo'sh. Ashuna tushuncha beratsam. Bo'ldi. Vaqt bormi, ruxsatmi? Bo'ldi, qani. Ham burundan bizning shu jut jamoat bo'lgandan keyin bizning qiyilplashgan shu jut aqsoqollari, yigit beshlar bilan har bir mahalda mehr haqqini belgilab qo'ygan. O'tir aholini hisoblabda har bir mahalla o'zining aholisining jag'iga bog'lanishliq qimmatni bukatmasin, azanni bukatmasin deb shu aholining turishlik joyining holiga qarab belgilab qo'ygan. Bu to'g'ri, shariatimizga qarshilik yo'q. Biroq asli shariatimizda nikohning shartlarining biri qizning mehr haqqini belgilash. Buni Alloh subhanahu va taolo ayol kishiga o'ziga bergan.
Bu ayal Allah'ın bergen hukuki ayal kişiге. Hazırkı zamanda biz şu şartlarını tushundirib, ayal şu kızga turmuş çıkıvatkan ya bonusu ayalga deyli özünün sorayımız. Demiş gelsen bu Allah'ın bergen hakkı. Hatta hem şunu soraşның aldıda jutnikini dep koymiz. Jutni palançı belgilengen, şunu kalsınız, şunu belgilenmez ya üzemnin halaydığını bolsa desiniz boldu demizde. Eğer biz onda jutnikini belgilep kızdan sormasak, kızның haqqını biz yavagan bolmuzda. Ушимление прав deydi oruscha. Hatta kıyamet günü keyin bizga isildi bilgan odamga. Endi o kızның yaqin ağzını yuğan içvamışı, jih narsa sormushi bu ota-onaning tarbiyasiga bog'liq narsa. Shu qiz, shu nikoh yeshiga yetkizsang, qizlarimizni yaxshi tarbiyalasak, shu qizlarimiz, ko'pincha qizlarimiz shu jutnikini deydi yoki bo'lmasa shu azroq og'zini jiq ochmaydi. Buningga qizimizning og'zining yugan ichishiga islom dini vinoat emas, gunohkor emas. Gunohkor ota-ona, biz tarbiya durust bermaganlar gunohkorlarmiz. Shuning uchun bunda savol masalani durust tushuniladi. Xo'sh, xo'sh. Qani. Hozir mayda ruxsat bo'lsa, assalomu alaykum. Mesharap Akli Begim boshliq, ijroatdan kelgan mehmonlar. Men sizga bir savolim bor mening. Hozir bir yiqimlar internet nurg'un bo'lib ketdi shu. Hozir vujudlarda, masalan, o'zimning vujudida burun jinozani tushirib, yerlik olib olgandan keyin, yerlab qo'ygandan keyin ta'lim beradi. Bu ota bobomizdan kelayotgan ajdodlarimizdan kelayotgan urf odatdi. Hozir musa ta'lim berishni bizning vujud yo'q qilyapti. Mesjid qo'mi o'zi qarshi chiqdi. Imonlar. O'sha siz qanaqa qaraysiz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli jamoat. Bu masalada endi biroz bizning ma'limizda akimiz degandek biroz bizning ma'limizda bu masala ko'tarilgan. Biroq da bizda ko'proq kirpich masalasi ko'tarilgan. Kirpichga burunqilar endi bildi-ku la ilaha illalloh deb yes qo'yatdi. Keyin ostiga nim qilib ashu o'likning ostiga qo'yib qo'yatdi-da. Shuningga biz bu Alloh taoloning ismi mayitning ostida qamash kerak deb xalqqa tushundik. Xalq tushunib qoldi alhamdulillah. Endi ta'lim masalasi deydi, hozir yuqorida Yalqin Qarim degandek, o'lgan odam bizga muhtoj. O'lgan odam bizning duoimizga, o'qilgan duolarimizga, misolga bir Qur'on o'qib duo qilib qo'ysak, shu duolarga muhtojda. Biroq da biz olimlar deydi, ilqi bir odam deydi. Agarda PDD правил дорожного движения deymiz-ku. PDD o'qimay berib avariyaga uchrashsa, uni berib yerilab etsan, keyin sen shu yerilgan yerga kelib PDD sen o'ng'i burilgan bo'lsang durust bo'ladi-ki, so'ng'i burilibsa desak durust bo'lamdi. U durust bo'lmaydi. Demak, Qur'on Allah subhanahu va taala hudan linnasi va bayyinati minal huda wal furqon, aq bilan qorni, halol bilan haromni ajratadigan ro'shan oyatlarni bizga nozil qildi-da, bizga ko'rsatib berdi. Anashki biz bu yerda ta'limni biz akimiz degandek shu yerdagi tug'an yoshlarga, shu yerdagi kelgan hamma mayli mehmonlar bo'lsin, bir kishina ibrat bo'lsin deb, birinchi so'roq qanday so'roq bo'ldi? Men Rabbuk, sening Xudoying kim? Men dining, ilqi kelgan odam kim? Payg'ambar kim deb so'roq qo'yilganda shu so'roqlarni shu so'roqqa javob yenilikchilik bilan berish uchun biz mushu dunyoda shuni amaliyotda oshirishimiz kerak ekanda. Uni la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh bilan biz umr surishimiz kerak ekanda. Va shu yerda yoshlarga yig'ilgan odamlarga ibrat bo'lsin, bir nasihat bo'lsin deb aytib qo'ysak, uni tug'an ishtim yo'q inshaalloh. Xo'sh, rahmat. Vaqtimiz haqiqatan da o'tdi o'zining vaqtidan. Yilosma yana 2-3 so'roqqa mumkinchilik beraylik, shuning bilan davo dasturini bo'ldi qilamiz. Mayda Aqsaydin, Validin. Qani Validin? Validin kimdimi? Ana Validin nima Aqsaydin men bir so'roq qo'ygandim deb qoldi, amal bo'pti. Hozir Mehri haqiqatdi. Hozir so'raydigan bo'ldi. Ha, bo'ldi. Adruq bu so'zlarni anglasa qizlam kishini to'yon tushdi, bo'lmasa jiptin tushdi olama.
Xo'sh, endi haqiqatan ham yer har xil, bir yerda 10 ming, bir yerda 20 ming, masalan, zaryad $200. Baza va. Xo'sh. Endi men taxminan endi kelishib, endi o insonva Qizlavada "Ya bo'ldi, 10 ming yetadi" dedi. Bular mashina davay deyish mumkin. Shuning uchun 60 ming bo'ldimi? Endi shu hozir uningga bir opsiya bir qaror chiqamay qo'yadi, 50 ming atrofida ishlatib tursak bo'lamdi hozircha? Ha, bo'ldi. Xo'sh, maydadir Qayrat Malsidan Turg'anning bir so'rig'i aka Turg'an. Qani? Rozni nazar qilib olamdi dedim. To'g'rimi? Qayrat Malsining 25-i qani Qapshik. Nazar boy deb ketdim-ku, Alloh rozi bo'ldigan, qabul qildigan darajada qilishimiz kerak. Shuning uchun nazarni kunlab 7-40 yilli deb maxsus shu taqsallari berishga degan hukm yo'q. Kuch qudrati yetgancha qilsa bo'ldi. Ammo Ramazonda iftorda nazar basi bo'ldi, kunduzi nazar basi bo'lmaydi. Gunohkor bo'lsin. Ramazonda kunduzi nazar qilsa qabul bo'lmaydi, ochiq. Alloh imanlar, ishmanlar desa biz kini yangla deb qilsak, bu durust emas-da u. Shariat yaratib etsak, savob olma deb gunoh yo'q qilamiz. Xo'sh, Pashab begim vaqtimiz qanday bo'ldi? Soat. Toshkentda. Hurmatli yigitbashlari, da'vat dasturimiz mana mashaychan bo'ldi. Savol so'roqlar albatta nurg'un dema, qo'lni qayerda ko'rasizlar-ku. Bu savol so'roqlarni qo'ysak tanat ketadi. Mashrab o'zining yo'ldan qaydisidan bo'lish kerak. Hammanglarga rahmat. Tanaffus 15 minut. 6dan 40 minut o'tkish tanaffus vaqti. Assalomu alaykum hurmatli Mashrab ahli, Mashrab begi. Mashrabimizning 3-bölümü saz vaqti aralığında çaq-çaq nəğmələr. Begim 3-bölüm başlasak ruxsat mı? Hamada riyasət çaq-çaqçılımız. Ruxsat Xo'jash. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli O'tso'g'il Mashrab ahli, barchanglarga Yerkat diyoridan yalqinliq salom. Amanmiki bizni kutgan otalar, amanmiki bizni kutgan akalar. Ata, aka, qarindoshlar amanmi? Amanmiki tilla tatliq balalar. Zo'r ajrdan suyunaman xalqimning, men maqtansam chiqar unim jarangliq. Uyg'urimning qo'li chevar ko'ngli oq, mangan izi bag'i bostan barangliq. Faxrlansam faxri mening Uyg'urim, sulton bo'lsam taxtim mening Uyg'urim. Ming kulfatga egilmagan sunmag'an, amanmisan baxtim mening Uyg'urim. Ana hurmatli aziz qarindoshlar, Mashrab ahli bugun mana Almuta Gorniy gigant malsiga Mashrabga shaxsan mushu begim Burxon akamizning tayinlovi bo'yicha mashaga qadam tashlab kelib o'tiramiz. Endi bu Mashrab degan o'zinglar ko'rib o'tirsizlar, xalqimizni bir tarbiyaga epmangan narsa. Shuning uchun boy ana isil paranglar bo'ldi. Mana akamiz to'g'riliq talay yillar mobaynida jut uchun xizmat qildi. Mushu akamizningmi yatqayalar jannati bo'lsin. Xalq uchun ishlagan aqllarimiz hech qachon o'lmaydi. Mana o'zi ishlab ketdi, biroq keyinda mana qanchalik chiroyli so'zlar qilyotdi. Shuning uchun mashhada o'tagan barliq hammamizning keynimizda mana shunday chiroyli so'zlar qolsin, xalqimiz bizni faxr tutadigan insonlar bo'lib o'tayli degim keldi. Endi bu Mashrab kelgandan keyin bir chiroyli parang qilish kerak. Mana hozir meni chaqadi Ahmadjon akam. Bu yoq bizning ustozimiz. 7 yil burun birinchi to'yga ketib berib ayolimga maqtanganim esimda. Ayolimga mundaq dedim-ku, xotin, Xudoyim birsi bugun sen tamada bilan uxlaysan dedim. Arsaqsam ayolim Datichon o'sha uyga Ahmad akam kelam deb yurdi. Bay savol so'roqlar bo'ldi, ajoyib bo'ldi. Qilmasin, bir odam o'lib qolsa tamoq yetsak bo'lamdi, anda qilsak bo'lamdi. Ko'plagan savollar bo'ldi. Ajoyib. Arsaq birining ayol qaychi o'qab deydi. Ayol qaychi o'qabdiki, to'ti deydi. Tinchayotganlar bo'lsa bir chavoq chek qo'yinglar, o'rmatmayman ha. Tinchayot. Arsaq men bir tamoq vaqti chiqib qoldim, o'zim bir qism bo'lib turmanchi. Birning ayol qaychi o'qabdi. Qaychi o'qasa, o'zinglar bilsa, appoq keping yugaydi. Keping yugab deydi. To'ti ilk ayolni tavut uyining ichidan ip chiqib ketib berdi. Ip chiqib ketmasa, ishining 40 kelgan biri putilish ketdi. Bir tarafini qo'yibdi. Ilk ayolning 5i ishining 40 tegib deydi. Tirlik ketdi.
тірлік етіп 10 жыл өмір сүріпті дейді. 10 жылдың кейін яны әжіл кепті ылқы төте дейді. Яны көтіріп шық кет басы, ішінің қырық келген ылқы, яны тұтылыш кет әшек келген. Ылқы айалының 5 яны ішінің қырық дейіп, яны 10 жыл өмір сүріпті ғой. Оның деке өліп, ылқы төте яны еп шық кет басы, ері ішінің түйі тұрып дейді, іштің байқап өтішкелер. Шуның үшін мұны өрмәт кәз қиырнашлар, манамда қарсаңла. Ахмет Чакамның әжейіп, шерлер әжейіп та бұяқның. Мен бұяқның қысқа шерлерін яқшы көрме. Машағының шерісін алдым да, өкім бадым да бір той қитіп әттім өзімнің шерім деп. Итіп етедім, тойның қазайын яман мәзу кетті. Нұршатықам, байқы бір көбілет шераң жүрекіні тәуір тәтті жұмы. Ашы шераң үшін мәгіне 10 мың тәңге деп қолымғы бәді ғу. 10 мың тәңгені қолымға алдым да, тоқтығына дедім. Мұшы шеріні бәген маңа. Ахмет Чакам қапыр берейші 10 мың тәңге деп алды қапыр бәдім. Ахмет Чака, сән бәген шері білән бір тойыны еріп етедім, 10 мың бәдім, мәгіне дедім Ахмет Чакам мадақ дейді. Фукам, бұл 10 мың тәңге маң керек емес дейді. Мұны 10 мың тәңгенің 5 мың тәңгесін алды, балжақан қапыр бә, менің намымды қәшілсін дейді. Мұны 5 мың тәңгені біздің үйдің чық, Сұлтан Қорған мәлсіз алдың, кім шық қалды, аштыңғы берет дейді. Мұштаны үйдің шығып, кет бараттым, алдымға 18 яшық бір чырайлы қыз шықты ғой. Мәң деп 5 мың тәңген бәсем, ұл қызман қарап 10 мың дейді ғой. Ахмет Чакам 5 мың деген көтсем, ол Ахметжан біздің пастайыны клиент дейді. Чыдымыдымда жүргені Ахмет Чакада басам, ұсылчы қызге. Башқы той, пастайыны тойлағы 5 мың тәңге бір жүртке, менің башқа адам деп 10 мың да оған қады. Оны қата үшін қамаңла. Мұна қарсаңла, ашын дәуітай бика үйкірәу жеме жүрсін. Бияқны анекдотлар әжайып, анекдотлар, ләтипілер қызық қой әнді. Ваше елқи, бияқны анекдот шыдаймын да. Еврей халқы әсілді, яқшы көрді, ақшыны, Ахмет Чакам білмейді, анекдоттың башқыны да бір чавақ жей қойсаңла болды. Әнді, Ахмет Чакам машақ кеп бір қошылсыңыз жо. Hoş. Bir anekdotlardan itip çıkımız bir meşrepni kötememdik. Sen ömründe yağa etip bakkan mı? Yağa etmegan. Acayip. Ben bir balını bilime, işte ömrü de qatti yağa etmeyin degende. Qinansın uyda oturup, segiz çaynap atsa, qinansın anam bunda qarap koyup, "El jenim balam ey, siz bilen moğul içip otasam, meyde segiz çaynap otursiz. Edepsizlik qo'yib, voy qinana, opa, ranjimeysiz. Öz tamak çekip koysam, gayladashdan purg'ini yo'qdi men deb. Segiz chaynab qo'yman. Voy jenim balam, tamakım chekemsiz. Desa, anda sanda shu aroq ichib qo'yganlar tamak chekemadi dedik. Voy jenim bala, aroqmi ichemsiz siz? Desa, bu ichilgan bo'lib qoldi-ku, qimog'ib turib qo'ysam, chidamay ichib qo'ymaylik. Voy jenim balam, qimog'ni men aytgan ekan, bu qimog'ni endi sizga bu qizimizni berib atganda, yaxshi bala, yaxshi adam deb bergan qo'yni. Ama türmede otağa vaxtıda açtım, uyunup koptum ben. Türmede mi otağam ben? Siz türmede mi otağam? Yemek otağam? Burun qinanamni öldürüyüp dedik. Hemizge ten sağlık, zorbaylık dileyme. Mana haraqtın parağını kıvatıdı, araq içmedi, aşın üçün tamak çekvatma, andak tavadı. Hani meyde karımla bak, keçirsizler. Menin dadam 25 yıl buldu araq içvatqınıға. Ben özüm vaşı araq içmeyme, tamakım çekmeyme. Toylaqda aytdı, Nurşat sen araq içip içilmamsa, tamak çekip içilmamsa deyil. Mındaq mı sözsen içilsen go deymen de men. Nurgun tamadılaq deymen çön. Araq içsen içiliş gerek mi? Araq içsen davatkan sözün unut kalsan go deymen de. Men içmeyme dedim go. Bir toygu badım, ötküzüp toyunu, alemet ötküzdüm, toyunu kazayın kaptı. Fuka, bayqı toyunu acayip ötküzdün cümü. Menin üçün bir 100 gram araq içip etkene dedi go. Aka men içmeymen go deydi. 50 min berey dedi go. Bizem konqaylık go. 50 min tenge deydi, bir çipit toxtadım da, kuyğuna aka deydim. Öpçörem qarşı işkim yok, yüplük kaldım da, üy kettim, üyge bağandı ken, işine ayal muhlaydı, apam işine içip verdi, apam işine içip luman qarap. Araq içtin mi nima deydi? İçmedim go apatsam, perigar çıkvatıdı go seyinde ne? Dadan aran taşıldamayat qada, sen başıldın mı? Bişim balağı bop, sen taşıldın mı deydi. Biçer apamның жығысы qarap çıdımıdım go. Яған нім дейшім білме, апа, мен арақ ішмедім, бүгін тойның хозяйын яма мәс оқапты ке, ашы мені сөйведі, ашының перигар маң жоқ кетті дейдім. Аштасам апам дайды ғой, алда кеткен оңдай, сөйгенгіл перигар жоқ құдыған болсы 20 жылын ішінде алға жоқ кетмем дейді. Алқашысы алқаш деп,
bir alkaş gıkkıdı emas, bir çamdam oldiga 2 qadam keyniga, bir qadam oldiga 2 qadam keyniga mevatmaydi, bir mo'mayning ichi og'rib ketib, jinim balam keyning bilan tezroq uyga yetib olsa dedik. Ras. Yaman çıkışıcı adam. Rast tavatmende. Çıkışıdı. Ökün maçtağılı meskir kevatat apam biçer çıdımıdı o. Dadam it asi apam it aliyemde. Asi bu yeğen iştin mi? Пожалуйста, мұш арақ деген ташлығыны. Егер мұш арақ ташлайдығамызда, қорады қар қошқаны сенің алдың қиып шығып сойы етме дейді қапам. Аял бишім біле сойы етме дейді ғой. Ашта дейді қараңлары. Қораның шыдың қошқа шықты да. Апам қарап мындақ дейді ғой. Алием дейді. Причем тут мен дейді. Мен сенің yolшының ağzı арақ құйатмен ма дейді. Мен даже арақ ішкелен қишы жүрмейме дейді ғой. Sen soygun ki git basa o magazin ba Ahmet'in soy. Aşığı arak bir atman. Onu İsamkam toğurduk. İsamkam bir günü işkı menip xotungu degedek. İşkı maçtaqlı mağız xotun kendi жүгіріп çıktı. İsam bugün abet sizge nim tamaq koyaydı İsamkam degedek. Xotun bugün sevzin çıkaraq toğırap. Bir polo qığına polo. Polo yeyçü depti. Maqıl dep ayal kese Polo koyup deydi, lıq pologa sevcin jiqaraq toğra dese, lıq ayal qılıqsıl jiq toğraptı o. İsamkam bir şık aylandırıp, Tova, ma xotunun qığını qara. Polo qıl desem sevzini ölgüçen toğrap, şülül qıyıp tamani. Boptu xotunumni tılıma yeviteydi, et şıqmağız ayal жүгіріп çıqtaydı. İsam, bugün nim tamaq bir ayabetqa degidi. Toqtığına, dünügüm polo deydim, şülü qıған, bugün şülü dapaqay bu nim qıldı kedip. Xotun, bugün şülü qıl depti o. Maçtaq abetli kepli maçtaq şüküşleştirip Tova, ma xotunun qığını qara. Aldıda sevzigi jiqaraq toğrap şülü qıl deyidim. Polonu şülü qıl etken. Bugün qarsam şülük ölgüçen sunu qoşup şogroşluk qıydı bunu. Boptu, xotun tılma yevitip etsima işqmağız. İsam, bugün abet qınım tamaq beraydı. İsam kam terik ketedi. Aldı bilen tamaqını sen qığını, çütkegen tamaqını itin özem qoy olaydı. Askerdaşlar. Şunun için bunu Acayip. Bugün ben meyege Ahmetçika yalnız gelmedim degine. Yalnız gelmedim. Yerketi biz okşasla yığında yetilip çıkıp atkan acayip yaş talantlık tamada riyasetçi şovmen. Bu beşrep kep şov kılma depti ki. Şadiyar Davutov degen kardeşimiz bir çavak şey koyla. Yerketin gibi otur. Şadiyar. Kef. Şadiyar bir çavak şey koyla. Merhamet kırayım. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli Mashrab Akli, Begim boshliq, hurmatli Atla Akla, barchanglar xush kelibsiz. Bugungi sorunlar muborak bo'lsin. Mashrab kundan kunga gullansin. Endi Nurshad oqshom biz to'yga kelgan prosta. Jiri kirib chiqaylik dedi, ma'qul deb kirib chiqdik. Hozir meni o'ng joq chaqirib oldi. Endi chiqqan kim bir ikki latif deb beray. Aslında hürmetli mehmonlar endi bugungi xo'shalik kunlar muborak bo'lsin. Bir kuni maslaq cho'ng dadimiz deydi. Eski Jigulisi bilan qimmat bir jipning kayniga uryapti. Gup qilib uryapti-ki, yiqib boyvachi chiqib, "Hey, cho'ng dada, nima qotsa? Sen buni eskilik Jigulirangni satsangmi bag'u? Mening bir tal cheqimni olamaysan" desa, cho'ng dadam turib ketmaydi, nimachi vaqraysa. Jiri ikkimiz choy ichib, mo'ngdishib so'zlashaylik deb bunday qilib bir lampasini yopdi dedi. Lampasini yopib kiribdi-ki, lampani yoqib buvay mashtaqli surkabdi-ki, ichidan jin chiqibdi. Xo'sh taqsir, qulug'im sizda degdi. "Hey, beshimni og'ritmay bag'u, choy yeb keldim." Birdamda choyni tayyorlaydi. Ashtaqsi boyvach qiziqib, ko'zlari yo'g'arib, "Bo'ldi cho'ngdada hech qanday hech nimangiz kerak emas. Mo'l lampangizni menga bering, mening jipimni siz haydab keting" deb aytdi dedi. Shu bilan buvay chatiq yo'q, jipni haydab ketsa, lampasini qo'yniga tiqib boyvachi uyisiga taksi tutib ketdi-ku. Uyga bu lampani mashtaq surtibga ichidan jin chiqib, "Xo'sh taqsir, qulug'im sizda" degdi. "Hey, beshimni og'ritmay, menga 20 tal qapqar jip yo'g'on etaj uyning 10ni sepatsa jin turib ketdi. Xapmamig'ida men choydan boshqa hech nima qilmayman" degdi. Ashno'shash choydan ag'ash baqqash o'tirsa, bugungi xo'shaliklar muborak bo'lsin. Mashrab kundan kunga gullansin. Rahmat. Rahmat Shadiyar, rahmat, ajoyib, rahmat Nurshad. Sazandilar, diğer to'pi. Bahar
geldi, geldi boy. Gül yorap ülkemni, gül yorap ülkemni. Bağlay arayay, çmelle arayay. Anlay sen benim şu nakşamni. Bağlay arayay, çmelle arayay. Anlay sen benim şu nakşamni. Bahar geldi, geldi bahar. Uygutup his duygumni. Eskesilip bir çağlani. Benim otluk süygümni. Eskevsini bir çağlani. Benim otluk süygümni. Bahar geldi, geldi bahar. Yaşlıyım aramda. Bahar geldi, İlham içire yaş yürekli. Unutulan aramida. İlham içire yaş yürekli. Unutulan aramida. Unutulan aramida. Nakşı itsem parlasam, çulpan bulup göklerde. Nakşı itsem parlasam,
çulpan bulup köklerde Gep dibip düşmenlerim Kıldı yüreğin izde Gep dibip düşmenlerim Kıldı yüreğin izde Meyli pervayim felek Halkı medetkar yar yürek Meyli pervayim felek Halkı medetkar yar yürek Kılıç erkeğini bir ömür ekdimini Kılıç erkeğini bir ömür ekdimini Üstürer karvan yürek bir budar kalbimini İştirer karvan jürek bir gubar kalbimini İşk pervayim felek halkı medetkar yar yürek İşk pervayim felek halkı medetkar yar yürek Nazgımla aldı da Tuğulgan mağrur durup Nazgımla aldı da Tuğulgan mağrur durup Nafsız kandak yaşay Ben bir uygur durup Naqsız kandak yaşay Ben bir uygurdur Dökmek pervayim felek Halkı medetkar yar yürek Dökmek pervayim felek Halkı medetkar yar yürek Bana ecdat yar yürek Diyar ansambli senin kızgın alkışlarınla hürmetlik meşrep ehli biz müştak nakışçı inlerimiz bilen akılarımız bilen müşundak sazenda akılarımız bilen fakrlanamiz. Çünkü biz hürmetlik meşrep ehli Türkiye tilla lugtini yoruq keltügen Mahmud Qashqari'nin Qutadğı bilikni yazgan Yusuf Xas Hacib'nin 12 muqamni bizga miras qoldigan Aman Isaxonning Sadirdek qo'shoqchi palvonning G'inidek Boturning Ipparxondek xalqini so'ygan Nozigumdek azobga ko'ngan Maymixondek arg'umoqni mingan Rizvonguldek emgigi singan Lutfullamdek el uchun jenini qiygan ulug'larning avlodi Uyghur halkının perzentlerimiz. Hürmetli Meşrep Ehli. Hani bayakın Nurşat'ın çıkkını küçükün kavuğu kaldı o değil mi? Hani yana teklif. Nurşat mekin nafkam yani bir azrak. Meningden toygan bile olsun. Deyken sen jıraqtın kelgendikten seni bir anlayın. Biz. Eşed otağan Hem akıllarımız asnavnoy armiyada bolgan. Men armiyada boldum degenler bir çavakçı yutanglar. Mana. Hakikaten şu seni görüp men fakirlime. Senin heminle armiyada служит kılgan. Sen vaqtida armiyaga bamıgan adamni zаңлык kılattыңlar. Pazor bolatdi. Bunu armiyaga bamıgan, aralashma bizga da ketadi. Durust qılayman. Hazırki yaşlar bamaydı o armiyaga. Bamaydı. Adın mı? Bamıdın. Adın mı? Bamıdın. Men bamıdım. Bamıdım men. Basan urdu deydi bu.
армияға беріп таяқ үйді қотын таяқ жүре берей дейтін. Шында қарсаңла, әжей бұл аялдың қоқуды да кету, бірақ хаққата мана мұшы бұлырым, ақылырым отырды ғой. Шу вақытта мана мұшы ақылырым жүріп атқан қызларының қишыр келіп, армияға манға вақты сұңқысын есіп кеп мындақтап дей. Әриді, ау, мен армияға маңдым. Қайге? Россияға. Қанчы жылға? 2 жылға. Шу вақыт бір дайдыған сөз оңла ақыл, күтәләмсә деді. Күтәләмсә деген вақтыда жүріп атқан қыздары азырқыла ұқсашында тікіліп никакда әқіп қармаған. Шу вақтыда әділеріміз жігіттің көзіге бірінші қетін бешін көтіріп көз маштақ шықит әтті. Немген чечін шүрбейіп маңат тұған. Көзді маштақ итіп күтімәді әтті. Күтсәң давай деп сөй қоймай кет әтті пойызға отырып. Уақытлады қәт язатты. Азырқыда инстаграм жоқ, бір жылық әует етсе балаң. Апа, мәне мәмәйде қып қайт кеп атқан. Мана аққатан армиян көге мана оғыл бала мұш мәшәд отаған әміңла. Телефон жоқ, инстаграм жоқ. Қәт язатты. Қәтлер бұланың әжайып болған. Гүлленген алем Ахметтің пәридегі салам деп тұрып язатты. Рас қо? Онки пәриде ұяқ, маяқтың Ахмет ұяқ язатты. Аллои розу упал на грудь, милый Ахмет, меня не забудь деп тұрып. Аштағла боғамы, болмағамы? Боғам боз, чавақ болмағамыз керек емес. Мана, боға вақия. Ашта 2 жыл күтәтті, онынки өлінәтті, балжақлар біз пайда болаттық мана. Азырқы қызлар күтәмейді. Күтәмгешке армиян 1 жыл көтті. Мұшла күтсілла деп. Ваще күтәмейді қалақ 1 айлық армия шықыр қойыпты, заборны үйқы жүрсе шақ айтқып. Күту атам деп, күтпей атам деп. Мана, мұш чоңлан қарап, әйран қалма. Түрлік адамдар звайнт қылды. Тамадылық қатқылмы, 7 жыл бопты. 3 жыл бұрын бір звайнт тұпты, Алмұт тәрәптін. Нұршат Тама деген, сәма дейді, мән дейдім. Бір тойын қанчы өткізатса дейді. Әр түрлік өткізатма дейдім. Әр түрлік оғанды қанша деп кәпті үйге. Әр түрлік өткізатма әка дейдім. Фкам, короче, менің тойымның үш карантинділік қығына дейді. Карантин әміз бичар өкәтті қу тамадыла. Асман шық кеткен тамадыла әміз егі түштік қу. Бичар өкәтті. Аштақ отасам, той бал дейді ғой, жүгәдім алды, қачан ака деген әді. Бірақ, саң дайдыған бір сөзім ба дейді. Нім сөзім батсам, саң бердіған ақшам yok дейді. Ақшының орнығы нім берей дейді ғой. Ойлып тұдында ака, ақшының орнығы бір тағы қой бәгіне ака дейді. Аштақ сам фукам кішкенен түшпегіне дейді ғой. Қойның жоғыны қырқып ал дейді мауның. Яны кішкенен түшпегіне дейді, баш күшемейме дейдім. Баш сера күшекерлерін музыкантлағы беріш керек. Гомш түшіп береттім дейдім чу, рас. Жүсем, чонжудың бір кішке апты. Үйгіл кірді, Нұршат Тама деген сәма дейді. Мән десем, бір тойын қанш тәңге өткіз атса дейді. Чонжылаға 100 мың тәңге, 150 мың бері атмәтсем, фукам 150 мың тәңгең бір тарап қар қойғына. Менің балам тойын адырш өткізпегіне, масаң бір тақ 10 жүн берей дейді. Өмір аңылмаған параңда, 10 жүн берей дейді, ака. Музыкант сұлчылан өзем намды апырма дейдім. Аштайдым, апам жүгіреп шықтым, дейді дейді. Бір тойын өткізпегінің 10 жүн берейді аты дейдім. Болды, көріс алтыңыз мәқіп берей дейді апам. Бадым, бері бұлқы тойын өткіздім, башқы тойлады, өз аңлап істеп, музыкантла бір нақшын етсе, оның тойғы бадықты, оттырғы шық келіп, дуэт қып бейттік қой. Жан Рена, лірейшіде, деп тұрып етіп атымыз, чавақ деген чев атыды, бір уақытыды құдыла ұстауын өйді. Әнді ойлаңлар маған 10 жүн беріп атыды. 10 жүндің кәтті ғой 200 мың азыр. Яншығым нақтыдым да, 5 мың ападым да, иерға 5 мың аялы тықпәттім. Маған 10 жүн, өнке өз аңлап істеме, индийский нақшы етіме. Индийский нақшы етіп, тойладым да, домлайдыған қылығым ба. Башқы тойлады, бір қитім домысам, ау 10 жүн бердіған тойды дөмлап, үстәліған сықыр кетмен ғой. Қақыра татып араншық қалды ғой, Нұрсат сәвір қыл деп. Тойын түгітіп кәттім, әтсел қып, пирашка оз деген машина моду кәтті, 4 тал түріктің бәкіт қойыпла, ішчік мал сейіліп тошайдыған. Пирашка оз деген машин келді ғой, пырррррр, пип-пип қылды ғой. Шықсам ылқы ғұнжын әкепті. Ылқы ғұнжынын көріп кекеш оқалды. Ылқы ғұнжынын көз қарғы. Бір мүнгіз сұнық, құйрығын іштілачылап жылу аған. Үлей дақаған, ұрықтың ұрық. Бір әрвадек бір тайын үстітін дақып тұрды ғой. Егісінің парыңыз тыңшысаңла қоқыса, ағыз тамақа амдақтайды ғой. Бұл тек ваше туғымаған дейді ғой. Мә дейдім, ака, мұны мен өмір бой туғымайды дейдім. Немге дейдім, мұның бір қарғы топақ қарымыз, мұнда қарық топақ қармайды дейдім.
Нем болсын деймін де мал базаға апарайыншы деймін де мал базаға ападым. Мал базаға апасам чонжыға ападым ғой, чонжыды жоқлаймын деп. Чонжыға апасам чонжының мал базасы қақламан күліп атыр. Ой Нұршат, 2 жыл өтмей қалған тайын сенің қолыңнан шығапты ғой деп. Бірлер маяқ өтіп кетіп барды, бірлер маяқ өтіп кетіп барды, бірлер паштин ташлап өтіп кетіп барды ғой, мұны обед іш деп. Жығылғыда көкеттім. Яттап чонжыға ападым, яттап чонжыға апырдыған ож ақшы түгеп, пият шықитылған болдым. Әт-әтігелік шықит ме? Бар ме? Базатарға апа аялым чай құйып берді, апам бір тал тоғаш берді, ілкішкіміз шықитміз. Базат арғанды кейін тоғашын ярмын мәй әйме, ярмын ғынжы дейді. Бір сөзбі айтқанлығы ғынжы ішкіміз әқотында көкеттік. Бір күн оғы аялым қызғын атыды ғой мені чу. Сен мұны әрванын пастайын әкір кетсе, я сатмай қайтырып шықса, мені шақ апам айса дейді. Аштақып жығылғыда әк болып отырсам, менің чоңды адамнан бір балыс кепті. Нұршат, нің болды чырайларған бір қысым болып кетті одай. Енің болды менің чырайым бір красавчик шықты ма дедім. Ака маштақ ол дейді, фука мәсен қалан ремонт қып берме дейді. Қана ремонт қып берме дейді. Балықта бойыныдан бір қалының мүнгізіне, бір қалының көзіне, бір қалының құйрығына кепті. Құйрығын чаплап алдық, скоршлап да чаплап. Оның мүнгізіне, әкеге мүнгізіне бұның май қарап өскен ке. Аның мындақ бір мындақ. Көзіне супергілілерді чаплап севеледік. Ғунжын маяқ кетпасы көз маяқ қиқалғым да қычу. Ападым, апыр едім, чонжы талашу кетті ғой. Қанша деп талашу кетті, 180 мың тайын бір кішік сейтіп әттім ғой. Сейтіп әткендіке, малын өз аңла білсе, яман ырым қоғылай, біз ұйғыр халық ырым қоғылаймыз ғой. Ырым қияма ету аған ғой. Фукам, малын ағам сібілі беріш көмайды дейді ғой маңға. Бойыны қапағанда, мүнгіз анда қоған бойыны бағлап баған ғой. Ағам сібілі беріш көмайды, ішчімді алатына поқы біле қошып еп кеткені деп жүр. Ағам чымла беріш көмай дейді, өзімні ағам чымды әкіп бағылайым әлдеп мүнгізге әкеп ташылды ғой. Ака мүнгізге бағылмығына дейін. Сұсайдыған бұл қалды, онда қымығына дейін. Аштақым өзің бағылап әді еді, бойының бағылап әдің, еп кет баратын, бір газелгі басаттық ке. Бір 20 метр қағанды, тірәжіді ғой бұл. Тірәжіген ке нем қылса? Нем қылса? Құйрығын бұрайсы. Құйрығын бұрайма, фукал деп, еді ака тәкбігілі құйрығға дейді. Типідіған бұл қалды дейін. Онда қыз өзің беспә дейді. 45 килограмм көтәдімде, пекір чөретімде қаштым да әтсім мал базағы беріп бір яқшы бір мал қой деп кірсем бір тұяқ деген паққарап кеткен қопқар бір тайын тұрыпты. Қанша да отса етсем 180 мың дайды ғой. Алдым деп еп үйке отатым, аялым дәрвазын деп тұрып ке. Ваяй, сен мұн сараған салон красадаға бір әткен тыңма дейді. Бұл ең тайынша сөйтіп алдым, өзімізден бірсік алдап сөйтетін. Мұнылық біздің өзіміздің алық аш тайыншы ғой мұны дейді. О әмәс сен қой әттін әшімізден ұдыл өзінің әшәрік барамдыке дейді, қой дейді, ұдыл чөпейді ғайек беріп тұлтыды ғой. Менден аған чонжыдекі кіші бояп, краслап, өзім қайдырып сөйтетті ғой. Азыр мана, бұның кейін бір той кәсі, налички бералара ақшам не дайдыған болдым. Маңы мұн Бұрхан әкім зауайт қылды ғой, Нұршат бір та қой бере дейді, болды әкім, налички ақшам әкеле дейді. Әжайып, мана азбай армияның параңы қалдым қолқи. Парашюттың сәкірайды қалан немдейді о? Немдәтті? Десант, мана. Аштақ парашюттың сәкірайды қалан епшік кеттер. Біз ұйғыр қалқы кішкінен ел маңсақ үйдаймыз ғой. Ұйғыр құлақапта 250 километрдің сәкірәш керек қой, құлақапты ке. Аштақ уақытты біздің рәмәтті мамыларымыз түші кірді ғой. Нәвірсінің түшіге мамыз кіріп дәйді. Әхмет балам, сәкірме балам. Сенің парашюттың ичілмайды. Әгер сән сәкірайдыған болсақ, о дүнияғы менің қишімгі бірақлы келсе, сәкірме деп түші кіртті ғой. Сәкірмеділік көзін ашса, командир әмісін ек сәкірді атқан ғой, әхмет кепке мә сәкірмейме дегідек. Немгі сәкірмейсіз, мамам түшім кірді, сәкірме дейді дегідек. Парашютың ичілмайды дейді. Бұл парашютла тәкшіршін өткен парашют. Онда деймет, мә сәкірмейме. Аштақыз, мә, сән онда қоз, менің парашютым сән сәкірі, әке мәсенге сәкірейме дәтті ғой. Аштақ шикс тегі шап дейді, бал ләйләп шүке отсы, командир қишыды выжылы өт кетті ғой. Командир нәгмандысы, маман қишыға дәпті ке. Яны бір парашют сәкірдіғанғы аштақ ұйғырлан жығып кетті дейді. Жігіріміз бір мәт сәкірапты ғой. Сәкірапке ешқайсың парашют ешілмапты ғой. Ваяй әнді өлдік, ваяй әнді қанда қылмыз есі бір ұйғырке. Тоқта менің да магазинчінің номері бар, звайдықлай депті ғой. Звайдық, мұн парашютлары ғой, ешқайсы ешілмайды ғой. Әке сағлаты ештіріп бермеді кедік. Шыны үшін өрмәтік әз қерінашла, өрмәтік Мәшрәп Әкли. Мана байтын бер әжейіп нақшылан итуатыды. Бұл чоңларымыздың бұрынғы нақшыла деген әжейіп нақшыла. Мәнасы ба, мәзмұллық нақшыла. Мана машындақ коны нақшыланы бабық еткізіп итуатқан дияр ансамблінің бір чағақ шеп қойды. Азырқы нақшылан тыңғыстан қоқсы, тәлкі тағылыр деген қанақ нақшы. Тәлкі тағылыр дейді.
Bir tınışsang geldi. Turnulaçu. Ey turnula, asta kanat kalksın. Ana. Bundaq naqşlan yazgan şairlan tapamaysa. Keyingi naqşılar bir qism ketdimi, o'yli şairlar alып ketdimi bilmayman. Bundaq naqşlar chiqib ketdi-ku. Ko'zimning sen Pati. Asli sen kimlarning zoti degan naqshlar chiqib ketdi. Yig'ilqi, Mamay boylarning yersiq degan bir naqsh chiqdi-ku. Yandurganni deydigan chiroq, ko'ydirganni deydigan piroq, yari yo'qni bichara deydi deb. Ökün bir muzikant aytib atadi, juqurda o'tagan bir mamam chiqdi deb beshik burni qo'ydi. Beshing ishlamdi, sening ishlamdi dedi. Juqurda 7 mamay o'tirimiz, 6 buvi qaytib ketdi dedi. Meningli buvim bor dedi. Allan qishda o'tirib xijolat o'tkatgandim dedi. Shuning uchun har doim aman bo'laylik, Uyg'urimizning mashrubi gulleyversin. Sizlarga mana shunday chiroyli tinchliklarga ko'pdan ko'p rahmatimni aytaman. Qani hurmatli Mashrab Aqli 8 dan 10 minut o'tguncha tanaffus vaqti. Assalomu alaykum hurmatli 30 o'g'il Mashrab begi bilimimizning 4-bo'lim mashrabimizningki hozir mana Yarkatdan nihoyatda illiq inimiz Donqiliq Abdurshid Ushurov inimiz kelibdi birdan anglaymiz. Uningdagi mashrab talishishlar va uningdagi mayda bir berdigan begning bir o'zining bir so'g'ildirib aka. Qani unda bo'lsa, boyadan beri chiqayotganlar sazaz o'qildi dedi. Mana Abdurshid Ushurov bir chavak chep qo'yinglarchi mana. Qizg'in alqishlar bilan qarshi olamiz. Xalq naqshlarimizni bobiga yetkazib bitgan hurmatli akamiz. Bu akamiz naqshlarni aytganda butkul Uyg'ur xalqining tarixi ko'z oldimda yugurib o'tadi. Qani marhamat Abdurshid aka Ushurov. Rahmat. Assalomu alaykum Mashrab Aqli, Mashrab begi. Mashrab muborak bo'lsin. Uyg'urimning sozi o'shmasin, har doim hammamizga yaxshilik to'ylarda ko'rishaylik. Hammamiz amon bo'laylik deb o'tirib, endiki naqshlarni taqdim qilamiz. Marhamat, qabul qilinglar. Chehringga baxshanda bo'lganmi jafo kutamsan taqdirdin va yoki vafo chehringga baxshanda bo'lganmi jafo sen takdirdin ve yoki vafo çıkmadı sorsam senindim sada itqina ah gönül xushxuy Uyg'urim çıkmadı sorsam senin dem sada itqina ah gönül xushxuy Uyg'urim ba'zilar Uyg'ur küterse çoka Bezle Uygurni kılmakçı veyran Bezle Uygur dep küterse çoka Bezle Uygurni kılmakçı veyran Kılmışı vecdin ürtendi vicdan İtqina ah gönül dertmen Uyg'urim Kılmışı vecdin
vicdan İtqila ah gönül Xuşxuy Uyğur'um Bezle bəxtini bağlaq təndirgə Kişənni salmaqçı sada qəlbində Bezle bəxtini bağlaq təndirgə Kişənni salmaqçı sada qəlbingə Əcirsiz yitəmsən arzu vəslingə İtqila ah gönül dətmən Uyğur'um Əcirsiz yitəmsən arzu vəslingə İtqila ah gönül Xuşxuy Uyğur'um İtqila ah gönül ah dətmən Uyğur'um Səplər tüzüb igiz kökdə osmanda Uçub gəldi ana juttum tornada Qarab qaldım armanda Ovozları əcəb muğluq anına Qarab qaldım armanda Ovozları əcəb muğluq anına Həsrət ilim gəldin Muğluq sayrab nələk duq sən Ovazında buzək əlinin dərdim Muğluq sayrab nələk duq sən Ağzında buzək əlinin dərdim
Görelmedin, görelmedin Göremen şu elini Yüreğimde arman kaldı güydüre Görelmedin, görelmedin Göremen şu elini Göremen mu vatanni Rahmat Xo'sh, mayadanda mashaga bir tashkiliy komite chiqqan bo'lsa, adroq o'sha minnatdorlik bir taxtimiz bor, eslatma qoldirilgan. Shundan keyin yana bir ajib bir so'z bo'ldi. Andın meşrepni eriş berişi oldu. Qani marhamat. Nima org komitet, tashkiliy komitet qani? Sening bolaring qani? Tashada. Bayaş chiqinglar tashkiliy komitet. Xo'sh, hurmatli yigitlar, mana shundaqla bugun mush mashrabga har biri o'zining hassasini qatgan, mushlarning tirikchanligi bilan bugun mush mashrabimizni mashaychan keldik. Endi nima deymiz? Monoliki ilik-selik meselesi bir ciddi bir mesele olğaşqa biraz vaktimizni ip qaldı. Asli bizning endi shundan bitirish vaqtda ko'pchilik bo'lgandan keyin vaqt soatiga ancha tuta olmaymiz-ki. Odatli mashrablarimiz bo'lgan bo'lsa, endi anda ilik-selik ya shuna o'xshash bir murakkab masalalar bo'lgan bo'lsa biz chaqa tugit etdik. Xo'sh, mayli bizning endi shu org tashkiliy komitetdan shundaqla shu mashrabning uyushtiruvchilardan mayda bir minnatdorlik bir nimiz bor edi. Mana mendaq bir ajoyib bir dizayner bilan mashina ishlab chiqdik. Bu endi shu asos jihatda Olmuta Behla masrabining shu jigit pishiri o'zaro tajriba almashtirish ve kasbiy bilim oshirish degan bir temada masala ko'tarildi. Yada mashada bizning peshqadam aqllarimiz, veteranlar, oqsoqollar o'zining hassasini qattiqlashga ve mushunda 30 yil 20 yil xalq millat uchun kecha kunduz suv kechib, qor kechib, uxilmay degandek xizmat qilgan aqllarimizni mashada minnatdorlik taxtlar bilan bir eslatmaga qoldirishni to'g'ri ko'rdik. Olmuta Begler Meşri sizning shu jamoat ve jigit başlarının arsida resim kayıtlarını ve örpü adetlerini rivojlantirishga qo'shgan töhfangiz uchun samimiy minnatdorlik izhor qildi. Sizning hayotiy tajribangiz jigit başlarının kasbiy bilimini oshirishga ulgi ibrat bo'ldi deb ishonamiz. Yine merhamet, hürmetli akımız Hizm aka, Hizvakiyevqa. Merhamet. Alkışlar bo'lgan bo'lsa. Bu akımız Aksay'da 38 yıl jigit peşi işlep kelgan. Hozirmi shu действующий, hozirmi ishlayapti o. Xo'shan shundaqlar. Hakimjon aka Tursunov. Hakimjon aka Tursunov, Nurchashqan. Bu akımızmı 30 yıl şu Nurchashqan mevzida bosh jigit peşi ishlab kelyapti. Qani xush kelibsiz aka. Shundaqla Husanjon aka Jalilov. Husanjon aka Jalilov. Bu mudaqliq taxtiga is qo'ydigan mevzusi va bu menga asatmi qoldi. Xo'sh. Shundaqla Toshpo'lat aka Semetov. Toshpo'lat aka Semetov. Nima? Toshpo'lat aka yarkat. Yatib qo'yasa. Bu ayıl şeylerden daqsa. Maq xizmatlarim davom. Xo'sh, tashab davom bo'lsin qani. Qani hurmatli mashrab ahli, shundaqla yana
Halkımızın Fahri Abdurşid Usurov'ga nöbet. Abroy dipin kökleydiğen günler var. Köpürü jığlaydiğen günler var. Köpürü jığlaydiğen günler var. Dirizemdin Ahmet gelip çeksun Hapini bilmeydiğen günler var. Dirizemdin Ahmet gelip çeksun Hakkını bilmeydiğen günler var. Bazı çağda yoklap giler halam. Bazı çağda yoklap giler cabade. Bazı çağda yoklap giler halam. Bazı çağda yoklap giler cabade. Dihon bulup girip kalsan sıra bir kalmaysan bilmeydiğen günler var. Dihon bulup girip kalsan sıra kalmaysan bilmeydiğen günler var. Ulanmasdın ata-anan kişiden. Seni çok diye adık yetken yaşdan. Ulanmasdın ata-anan kişiden. Seni çok diye adık yetken yaşdan. Bakırıp kalsa pervane bu bişdan. Şahidi tüneydiğen günler var. Bakırıp kalsa pervane bu bişdan. Ömür yaydıgan günler var. Uzun ömür yaydıgan günler var. Abdurishtaga Ushurov.
Рахмет. Халқымыздың сүйімлік санатшысы Абдырашид Ушуров, рахмет. Қане, hürmetlік Мәшрәп Әхли, гүл табақ вақты кеп қопты. Мәшрәптің қызық ері. Мәшрәп, бұдақ Мәшрәптің кем алыды, бір талышпақ айлы үшін. Мәшрәптің алыды қалда ба мұ? Рахмет. Әлде келдіған дайын бұйырса Ақсай мәл емес. Бірінші, ішкенші, үшінші Ақсай бұл. Шunu al, mesela bizge basala. Yaşa rahmet. Öğretmen deydi, birinci, ikinci, üçüncü aqa qısılıb bıraklayıb alaydı deydi. Rahmet. Aksaydıkiler, bir fikir. Otuz oğlunun boyu, bu ülgüreme adım hep petmisini burunrakça çıksanlamamdı. Oğuz. Assalamu alaikum, Мәшрәп Әхли бегім башлық. Növbətdəki məşrəbini bizge basanla dostluq məliga. Hoş. Rahmet. Aksay, ikincisi dostluq məlisi. Aldığala mı yana? Hani iki fikir şu atıdı begim. Birincisi, biri Aksay məlisi. İkincisi dostluq məlisi. Dostluq məldə bir səbəb var mı məşrəbini soraşda? Qoylarını yaxşı budaq qoyğan silət o. Mikrofon birini açın. Qene Oğuz xanğa vereyli. Maşının qoyulur semiz oluş gerek. Assalamu alaikum, Мәшрәп Әхли бегім башлық. Әмді бізма бүгін мана Горнигантның мәлісінің ке жігіт бешіға беғішлап Мәшрәп беріп атыды. Горнигант мәлісі Жамалдың камыр әмәтлікке. Бізма ұзақ жылдары достық мәлісінің жігіт беші Инамжака Құдай Бердиевқа шынуға атап бұшын Мәшрәпні берейлік деп атымыз. 75 жылғы тошыды мұшы 10 апрель күні. Шынуға беғішлап, шынуға ашылайды атымыз. Yaxşı. İnamcıkamға atap deydi, beğişlayımız deydi. Hoş eli olsun mu İnamcakam Xudaberdiyev nəmisi bildi o. İnamcakam Xudaberdiyev bir 27-28 yıl jigit beşi o pişirgen. Onun arasında 10 yılı yakın Almut şəhəri jigit beşi olgan. Almut şəhəri jigit beşi vaxtıda nurgun işler şunda rətlikdi. Bizlerleki neyimiz Qalamxan işler mi azdı? Hoş eli olsun mu Şu İnamcakamның 75 yıllık ki 75 toştu. Onun yerse şəhərlik baş jigit beşi olgan mümkün bolsa dostluq məclisi bəsə qandaq oldu? Kimdə qandaq fikir var? Dostluq məclisi bəsək bolamdı otsuq oldu. Məşrəp Əhli. Yüzümə xapı bulmaydılardı növbətki məşrəpni balda soravatı da duruş bilməlisi. Yadıma Aksaydıma Abdüxillər akam uzun yıl jigit beşi pişirgen şunda anlıq savatlıq akımız deyip adamı qaytışıp git kaldı. Yaxşı adamların biri de uzun yıl işirgen jigit beşi Vapaq akamның zambo pişirdi ki şu birinci 13 kişinin rayonu başka adamların biri de. Eli üstüme maçta məşrəplərini mana şu özümüzün jigit beşiri səbdəşla halkı millet üçün keçik gündüz harmay talmay işigen akıllarımızın bir diğeri maçta əslab mesela xatir keçiligini ötkəsək menimce jutma, arvama hamısı razı oldu deb oylayman. Çünkü bu adamni aslında заслуживает, deymiz mi? Hoş, andaqsa sizlarning razılığınızla ben duruşuq berdiğen bulduk məşrəpni? Hoş. Qanda deysizler hürmetli Otsuğol. Dostluq məclisiga berimiz mi? Duruş bilməsi qani merhamet. Hoş. Qani, Məşrəp ağıcılar. Bizde şundaqla şu nahiyərimizin mədəniyyət mərkəzinin rəisi Ahmet Ələkam Axatov mu kim oturdu? Yaxşı. Qani Məşrəp ilgili, vəkil Allah. Mana hürmetlik Məşrəp Əxli, yox Məşrəp ilgili, bugün Məşrəp bəgəllər, yox Məşrəp ağıcılar. Qani endi işkiğiz söz Məşrəp ilgililərə verəyli, ondan ki Məşrəp ağıcılar veririz. Rahmet. Assalamu alaikum, hürmetli Otuzoğul, Məşrəp Əxli bigim başlıq. Bugün mənə birinciden Məşrəbimizin bəglərinin mübarək bulsun.
Hem de Jamaldin Hacım akımızның mene atap biz meşrepni ötküzdük. Nim deymen? Hemmаңларга sizlarga cho'ng rahmat, saat vaqtlarni kelib qatnashib keldinglar. Mingdan ming rahmat. Yana bizning mayda sponsorlar bo'lgan ularga cho'ng rahmat etman. Alaytan Saidga Saydolayimga rahmatni aytman. Shu rahmat hammanglar, hammamiz sizlarga hammanglarga xotirjamlik, salomatchilik zo'r bo'lsin. Hammanglarga yurtimiz aman bo'lsin. Rahmat. Qani Mashrab og'uchilar. Assalomu alaykum, hurmatli Mashrab aka, begim boshliq. Bugun mana Gornigant juda shundoq yaxshi bir mashrab qildi. Hammamiz uchun menimcha o'sa ko'ngilli o'tadi deb o'ylayman. Men o'zim Avuz Noyasning Marat Markazning raisi bo'lganlikdan u bizning Oqsay do'stlik malisi bir rayonniki. Shuning uchun mushu sizlarning qaroringlar durust bo'ldi. Do'stlik malisini o'zinglar bilasizlar. Cho'ng mallarning biri Oqsayliklar, Oqsay do'stlik malisi hammamiz bir malla. Shuning uchun xafa bo'lmayman deb o'ylayman. Mushu bizning yoshlarimizni qo'llab-quvvatlab, hammanglarni kelib mush do'stlik malisida mashrabimizga qatnashib beringlarni so'ragan bo'lar edik. Rahmat menga. Rahmat. Begim amanatni sizlarga topshirib beray. Yana bir Gultayoqning yana bir soatda. Men 30 o'g'ilning amanatni men topshirib beray. Yana bir masala so'roq qilgan o'xshaymiz bu Gultayoq to'g'risida. Hajimdan so'rayman. Xo'sh, bo'ldikmi? Alaykum assalom, bo'ldimi? Qani, mana Gultayoqni topshirib beraman. Gultayoq mekan bo'lsanlar bo'lmaydi, buni so'roqqa qattiq. Xo'sh, endi eli bo'lsa, bugun buni Sayibxonlarga tarim boshliq cho'ng rahmatimiz aytamiz. Tirishibsizlar, nurg'un yaxshi taomlarni tayyorlabsizlar. Ko'lbegim bir baho berayotgan bo'lsa, Ko'lbegim qani? Dasturxonga. Assalomu alaykum, o'ttiz o'g'il begim boshliq. Bugungi tarmodash mashrabing muborak bo'lsin. Har doim mushtaq dasturxonga yig'ilib o'ttiz o'g'il jut bo'ylan mushtaq yigit beshlarininki mashrabinglar muborak bo'lsin deyman bir qitim. Har mo'llarni uyda salomatlik, keyingi mashrablargacha hammamiz omon bo'laylik. Endi buni dasturxonga kelgan kasak, bugungilikdan dasturxonniki qoidasi buzilmadi. Hammani o'zi yo'lda. Rahmat. Xo'sh, hurmatli yigitlar, endi bugun qaraldigan masalalarimiz nurg'un o'zinglar bilsang, qaytlashning hojati yo'q. Yil o'sma keyingi mashrablarga nurg'un masalalar qoldi. Bu mashrabning yana davomi bo'ldi. Birliqi kerak masalalarni qisqacha deb ketay, kerak mashrabda shu masalalar qaraldi mana. Masalanga, mana yigit pishtirib saylash masalalari. Uni hech kim nazarchat qilmaydi, uni xalq saylaydi. Uning o'zining baldamlari bor. Bizda demokratiya, yurtning xalq saylaydi, xalq oldi. Chetdan bir odam kelib yetmaydi o'shni. Noyalik yigit pishtirib olsa, shaharlik yigit pishtirib masalan qaralishi mumkin. Ma urf-odat kimning vazifasi deganda biz yigit pishtirib chattirib olamiz kerak. Urf-odatlar o'sha yigit pishtirning vazifasi o'sha saqlash. Eliq-seliq bo'lsin, to'y-to'kin bo'lsin, ashlar hammasi o'sha yigit pishtirning vazifasi. Ashning bir diqqat qilsak bo'ldi. Biz o'ylaymizki, voy, madaniyat markazi qilsin, ya bu ziyonlar qilsin, ya birlar hech kim qilmaydi uni. Urf-odat o'sha maxsus yigit pishtirning vazifasi. Shu saqlash. Eliq-seliq masalalarini bugun ratlab oldik, Alloh buyurgan bo'lsa. Endi buni Chelakda olgan qaror o'tganki, bu qarorga bu yetkilandik. Chelak regionida o'zinglar bilsangiz, 4-5 yil burun Baysetda bir to'yda buni qaytash to'g'ri kelyapti, chunki men yangi yigit pishtirib jiq bu yerda Malvoy bilan Cho'njining bolalari ishki jut asha sezish ketib doktor reanimatsiyaga yetib qolganlar bo'ldi. O nimdan saqliq bayq haraqni kesirdi bo'ldi. Shu masalada Chelak juti yig'ilib aktiv zalda cho'ng yig'in o'tkazdi. Shu yig'inda 8 punktli qaror oldi. Bundan keyin to'ylarda haraq bo'lmasa,
Ondan keyin mana 3000 dollarlık, 2000 dollarlık kiyimler kiyimiz, orasının kiyimlerini. 2 saat kiyimiz, 3 saat kiyimiz, akırıp taşlayıp, onu hiç kim kiymeydi o. Bu adır bugün günde davetimiz, o krizis, eğir zaman deyimiz o, yani şu kiyimlerini ipirimiz. Milli özümüzün kiyimini kiyse kanday yaxşı, onun degan qancha hayotim var shuncha yil kiyalaysa uni. Do'pi bo'lsin, o'zimizning milliy pinchaklari bo'lsin, kiygili bo'ladi. U opirib atallarga o'zimizning salmog'ini sevatimizda eg'irchiligini beryapmiz. Shuning uchun mana yerlarda shularni ham bir masalalarga qaramiz. Bir pulni berdingmi birining nimasiga, muhtojlarga u sadaqa etib berishing kerak. Uyga ketdimi, u qaytib keldi bu tiyin at birini ko'kasda demash kerak. Berding untiqal 25 ni avar qilma. Beramsan berma. Berdingmi sadaqa etib pul qaytib keldi deb hisoblamash kerak-ku. Ashta bir yerlarda bo'libmi 25 lar bak o'zimiz avar qo'yamiz. Shundaqla yana buni 25 lari o'zimizning vazifasida chatdan qilib, shu bir sayfxonaning nimasi kiribamizda shakliga. Sayfxon chatoqqa talajgan biz voy tamınqanda voy otamdim yemdimmi paypeta hop yuguradigan. Yo'q, o mehmonni qanday chaqadi sayfxona. U o'z igi bo'lish kerak. Tamoq yatdimi, yatmadimi, keldimi, kelmadimi, o'tamidimi, u o'zining ishi. Yo'l yo'riq ko'kt qo'ygan 25 na vazifasi. Ashta bir yerlarda o'zimizni avar qilmay, durust yo'lda ma'digan yo'llarni tepib, kelasi mashrabdan ashna o'xshash nurg'un masalalar bor. İşlerini reddavasak, bunu çoğunlarımızı nima uchun chaqiryapmiz? Çoğunlarımızı asla arqılıq biz yeni bo'lgan 25 lira shularni o'rgansa, keyingi kunda ishimiz yo'llanmadi. Bo'lmasa eng saylangan ashtaqga deblar ham ishni bo'yniga artib oldi. Shuning bilan o'z avarga qarchilik qilib qo'ydi. Xo'sh, yana bir qatim sayfxonlarga rahmat. Bugun navbatdagi mashrab nihoyatda chiroyli o'tdi. Qadir duo bo'lsin. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan ve fil ahireti hasanatan ve qina azabannar. Birahmet ya erhamer rahimin. Amin. Allahu ekber. Yine hürmetli meşrep ehli, sul olsun. Sul oynap çıkacak oldu. Heminglarga rahmet. Endiki meşreplerce hemimiz aman bolaylı. Uyançı bulgan balla besnima Kaşkarın koçasida yarey Uyançı bulgan balla besnima Uyançı bulgan balla besnima Bir vafaya derdi derdim coram Tutaçı bulgan balla besnima Bir vafaya derdi derdim coram Tutaçı bulgan balla besnima Nocha sehnimay Kaşkirinin koçası yaray Her dokmuştan nocha sehnim coram Her dokmuştan nocha sehnimay Kaşkadaki yaş pallahrim coram Nochilanım nocha sehnimay Kaşkadaki yaş pallahrim coram Nochilanım nocha sehnimay